Pensiyaga chiqquncha hech qaysi davlatga bormagan. Lekin pensiyaga chiqqandan keyin birdaniga 2022-yildan boshlab butun dunyo bo'ylab sayohat qilishni oldiga maqsad qo'yib, sayohat qilganda ham shunchaki samolyotda borib kelish emas, yo'q. O'zbekistondan turib, avtomobilda sayohatni boshlab, dunyodagi barcha davlatlarga borishni niyat qilgan va shu paytgacha tasavvur qilaylik, 2022-yilda o'zi boshlagan, lekin shu paytgacha 40 dan ortiq davlatlarda bo'lgan. Shu jumladan Mo'g'uliston, Eron, Iroq, Afg'onistonga sayohat qilgan qahramonimiz Qobuljon aka Absattorov, aka sayohatchi Abu, juda ham ko'pchilik biladilar akamizni. Negadir Afrika qit'asiga borib, shu juda ham mushkul vaziyatga tushib qoldilar va qaysidir ma'noda shu asosiy missiyalari hisoblangan butun dunyoni avtomobilda aylanib chiqish missiyasiga ham soya solib qo'ydi Afrika. Shu haqida qisqacha gaplashsa, ya'ni qisqacha birinchi gapirib bersangiz, nima bo'ldi, nimaga yarim yo'ldan qaytishga majbur bo'ldingiz aka? Bilmaydiganlar uchun. Afrikaga borib, ketmani uchun qo'ygandi. Menimcha shu biron kun haligi arinimi, pashshanimi o'ldirib qo'yganga o'xshaymiz. Ketmanimiz uchmay qoldi. Nima bo'ldi aka? Mana Instagramda ma'lumot berdingiz. Qisqacha qilib bilmaganlar uchun ham gapirib beraylik. Nimaga qaytganingiz aynan? Bu yerda 100% ayb o'zimda. 100% ayb o'zimda. Biz boshxonaga o'sha mashinani chiqarish kerak edi, 3 kunning ichida chiqarish kerak edi. Mas'uliyatsizlik qildik o'zimiz. O'zim. Biz ko'plikda gapiraman, chunki men Karl bilan yuraman-ku doim. Karl ikkovimiz mas'uliyatsizlik qildik. Aynan o'sha mahalga nima to'g'ri kelib qoldi? Elkalasi to'g'ri kelib qoldi. Ko'rgani nimaga jiddiy qarab ketaverdik. Keyin anchadan beri ayolim bilan ham ushlashmagandim, haligi o'zimizni o'ylab yuravermasligimizga, oila a'zolarimiz ham o'ylashimiz kerak. Shuning uchun Jiddaga borib yaxshi joyga kelib qoldik, muborak joylarga kelib qoldik deb oilamni chaqirdim, shu yerga iboratlar qilib ozroq qolib ketdik o'sha yerda Jiddada. Bir 20 kuncha qolib ketdik. Keyin bordim Tanzaniyaga, borsam surpriz. Mashinamizni auksionga chiqarib sotib bo'libdi o'zi. Siz demak vaqtliroq borgan bo'lishingiz kerak edi, to'g'rimi? Vaqtliroq borgan. Men umuman xabarim yo'q edi. Chunki bu 3 kunning ichida olib chiqib ketish majburiyati yoki undan keyin bir hafta ichida jarima bilan ushlab turish, bir haftaning ham ichida kelmasa sotib yuborish, u hech qaysi portda yo'q. Portiga unaqangi shart qo'yib qo'yishdi, unaqangi qonun qoida qo'yib qo'yishdi, o'zi bir xatolikda. Force major holatlar bo'lib qoladi. Olib ketish, yuklarni olib ketish kerak bo'lgan kema kechikib kelib qoladi. Bo'lmasa haligi xususiylar yoki qandaydir bir jangarilar tomonidan kemasi cho'ktirib yuborilgan bo'lib, boshqa kemaga anaqa rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. U portda yuklar turish kerak edi. Shu 1 oy turish kerak edi. U noto'g'ri narsa-da. 3 kun ichida kelib olib chiqib ketish. Har qanday force major holatlar bo'ladi. Qarang aka, hozir men taxminan aytaman-da, siz to'g'ri aytdimmi yo'qmi, tasdiqlaysiz yoki to'g'rilaysiz. Xo'p. Afrikaga birinchi o'zi Saudiya Arabiston orqali bordingiz. To'g'rimi? Jiddadan Jibutiga bordingiz. Jibutiga avtomobilni parom orqali yubordingiz. O'tdan ovoldingiz. Muammo bo'lmadi. Jibutidan Somalini aylanib o'tish uchun, Somalida urush bo'layotgani uchun Somalini aylanib o'tish uchun Efiopiya vizasini ola olmadingiz. Efiopiya vizasini ola olmadingiz va Somali yoki Efiopiya yoki Somali orqali o'tishingiz kerak edi. Davlat Eritreya ham bor edi. Eritreya ham bor edi. Uni ham ola olmadingiz. Yo'q, Eritreyada fuqarolar urushi va jinoyatchilik o'ta yuqori bo'lganicha u yerga ham kirishga ilojisi bo'lmadi. Demak, ikkita joy urush. Efiopiya viza bermadi va sizda yagona variant yana parom orqali aylanib Somalini aylanib o'tib Tanzaniyaga avtomobilingizni olib borish edi. Xuddi shunday. Demak, Tanzaniyaga olib borishingiz kerak edi. Dar es Salomga. Va o'zingiz avtomobilda paromda yuborib, o'zingiz samolyotda Tanzaniyaga uchdingiz. Va o'sha paytda orada Saudiya Arabistonga qaytib borib kelganingiz uchun sizni avtomobilingizni musodara qilib yuborishdi. Shunday, mashinamni jo'natganimdan keyin mashinani aytishdi, grafiki bor, o'zi onlayn tracking kuzatib tursa bo'ladi. 15-20 kunlarda ichida Dar es Salomga boradi deb haligi ma'lumot berib turibdi telefonda. Men bordim, Zanzibarda aylandim, ana bu ulkan toshbaqalarni ko'rdim. Bir qozog'istonlik sayohatchini uchratib qoldim bu yerda, ko'rgan bo'lsanglar. Sayohat qildim. Keyin mashina keldi portga.
Mashina kelgandan keyin men borsam, karnetingizni so'rogi oxirgi 3 oy bo'lishi kerak tugashi. Sizga 1 oyda tugar ekan dedi. Bu yanvarda bo'layotgan voqea. Karnetim fevralda tugardi so'rogi. Chunki Karnet bu bilmaydiganlar uchun qisqa qilib aytib o'tamiz. Bu mashinani vizasi qaysidir ma'noda. mashinani xalqaro maydonlarda, davlatlarda yurish uchun ruxsat beradigan vizasi desa ham bo'laveradi. Endi karnetni o'tgan yili Iroqqa kirish uchun olgandim-ku, aynan shu fevral oyida oldim va mart oyida Iroqqa kirdim o'tgan yili. Mana shunday bo'pti, karnet bo'lsa biz karnet nima qilamiz, tajribamiz bor, tayyor, hamma dokumentatsiyamiz bor, qo'ng'iroq qilamiz, olib beradi deb karnet nimasiga ariza topshirdik, onlayn topshiriladi. Ariza topshirdimda, endi u protsesslardan o'tish kerak edi, bir 10 kuncha vaqt o'tadi. Karnet yangisi sразу nima bu. Даже pochtani o'ziga ham bir hafta vaqt ketib qoladi yetib kelguncha. Keyin mana shu vaqt o'tgungacha bekor yurmay, endi men Tanzaniyani boyagida taksida aylanib qo'ymay, mashinamda aylanaman deb birinchi taassurotlar mashinada da, olib. keyin nimada endi yanvarda bo'layotgan voqealar. Uydan avgust oxirida, sentyabrda chiqib ketdim. Afrika sari yo'l deb. Uje 4 oy 5 oy bo'lib ketib qolgan ekan. Majburiyatlarimizni unutib qo'yibmiz. Keyin oilamni voqeangiz bo'ldi. Oilamni chaqirdim, Jiddaga chaqirdim. Endi Tanzaniyaga ham chaqirsam bo'lardi. Endi u yer ham yo'q, +18 bo'lib yotibdi-da. O'shaning uchun Jiddaga chaqira qoldim. Dam olish maskanlari hamma yarim yalang'och o'sha ma'noda aytasiz. Ha, videosini ham qo'ya olmadim-ku. Ana nima deydi? Hatto erkaklari ham yarim yalang'ochda, ko'pchiligi hamisha o'rab yuribdi. Keyin aytdim, yo'q, bu yoqqa xotin chaqirib bo'lmaydi. Jiddaga chaqirdim. Keyin o'sha mahal el klasikani ham ko'rdik, ibodat qildik, bir 20 kunlardan ko'proq vaqt o'tdi. Keyin uyga jo'natib xotinda o'zim nimaga keldim? Dar es Salaamga keldim. Keyin boyiga chiqarib beradigan broker bilan yur, endi mashinani olaylik dedik. Keyin broker ham kirdi, uni ham xabar yo'q edi ekan. Keyin qarasak, surpriz. Vau! Shokdamiz. Tushunishinglar uchun Qobiljon akamni oldilariga juda ham katta dilema qo'yib qo'yishdi-da. Yoki mashina uchun kurashasan va kurashishni ham hisoblab berdilar. Instagramda o'zlarini reels qo'yganlar. Mashina uchun kurashasan, shu yurist olasan, o'qilasan, bu qilasan, taxminan u ham $30,000 ga aylanib o'tadi. Yoki o'sha mashinani voz kechasan, bu mashinani narxi ham o'sha o'zini upgrade qilganlari, tuning qilganlari boshqalar bilan o'sha 30,000 atrofida bo'ladi. Ya'ni mashinadan voz kechish ham $30,000, mashina uchun kurashish ham $30,000. Lekin kurashsangiz ham mashinani olish ehtimolingiz nima desa bo'ladi, 100% emas-da baribir. Karneti bor edi hali muammosi. Karneti bor, ha. Ya'ni tushunasizlar, o'rtoqlar, bu yerda ana nima desa bo'ladi, qaysi birini tanlasangiz ham tilingiz keladigan variant edi, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda. Mana shunaqa qaysidir ma'noda challenge-ga duch kelib, Qobiljon aka yana O'zbekistonga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Qaytib keldingiz, yana mashina oldingiz o'sha modelidan, yana hozir qaytadan jihozlayapsiz. To'g'rimi? Demak, missiya to'xtab qolmadi. Yo'q. O'sha paytda aytganman. To'g'ri, ozroq tushkunlikka tushdik. U pulimiz ketganiga achinmadik. Shunchaki men shu darajada yaxshi ko'rardim. Uyimda u. Men yashayib yuribman axir unda bu. Men yashayib. Karlam undamidi? Ha, Karlam o'shanda. Karlam qolib ketdi. Hozir o'shanga qo'ydingiz-a Karlni. Hozir mana Jumaboymi yoki Karl ikkinchimi deb bularning o'yinchoqlari Minion doim gaplashib, suhbatlashib, endi sayohatga faqat o'zlari chiqqanlari uchun oldilariga o'sha Minionni qo'yib olganlar, u bilan gaplashib, u orqali o'zlarining fikrlarini yetkazishga yordam beradi, Karl. Ya'ni u ham qolib ketdi, afsuski, avtomobilda. U obrazda bitta. Masalan, deylik, mana siz agar shunaqa meni men bor, sherigim bor debda o'yinchoq olib yursiz, qandaydir kulgili tuyular. Siz yoki boshqa masalan blogerlar deymizmi, sayohatchilar deymizmi, kulgili tuyulishi mumkin. Lekin menda sayohat qilmaymiz-da o'shanga. Lekin menda kulgili tuyulmaydi. Chunki men xuddi Robinzonga o'xshab yolg'iz orol, mana mashinam orolda, mashinamda qolib ketganman. O'shaning uchun u obraz menga yarashaveradi. Hech kim kulmaydi. Hech kim kulmaydi. Uni ustiga insondan kam emas-da. Alisa bor, ichida 360 kamerasi bor, diktofoni bor, mikrofoni bor, GPS navigatori bor. Ani oldidagi daraxtdan simsiz quvvat oladi. U Karl o'ziga $1000 sotib qo'ygan. Shunday iPhone'da simsiz quvvat olish uskunasini unga o'rnatganmiz-da. Karlda Любой время olib
pastga ham olib tushib ketib, u yoqqa yurishi mumkin. Aha. Lekin ana oldidagi daraxtni qo'zg'atolmaymiz, chunki u torpedaga teshib kabel urib qo'yilgan, o'sha daraxtdan simsiz quvvat oladi. Oldida daraxt bor edi, ko'rgan bo'lsangiz. Karl quvvat olishi nimaga kerak edi? Karl Bosh ichi Alisa bor, gaplashaman. ichida Alisasi Alisa bor, 360 kamerasi bor ichida. Uni ichiga qo'ygansiz. Tashqarini ham, ichkarini ham oladi. Ovozni ham zapis qiladi. Keyin GPS navigator bor. Tushunarli. U anavi nima deydi? Tayvan borku, orol. Kichkina orol butun dunyoni chiplarini ishlab chiqaradi. Shunaqa. Bu yarim o'tkazgichlar. Bu Karl ham kichkina bo'lgani bilan ichida qancha texnologiya bor. Teknologiya. Demak, missiya to'xtab qolmaydi. Yo'q. Bu podkast chiqqan paytida, menimcha, siz yangi sayohatingizga chiqqan bo'lasiz. Taxminan yangi sayohatga aynan mana shu sanani, mayli, bu sanani emas, shu 1-aprellardan iyulga chiqsam kerak menimcha. Keling, aytaylik qayerga chiqishingizni. Menimcha, o'sha paytgacha o'shani atrofida chiqadi podkastimiz ham. Ya'ni bitta vaqtda sayohatga chiqib ketish vaqtingiz bilan birga. Yo'q, mayli, aytaveraman. Hozir aytmay yurganim bilan podkast o'sha vaqtga borib chiqadi, aytaveraman. Keling, kengroq tushuncha berib aytsak, vizaga bog'liq bu. Men hozir Grenlandiya bilan Avstraliyani mo'ljallayapman. Ikkalasi ikkala tomonda. Wow. Agar vizalarga bog'liq, vizalar Janubiy Koreya, Yaponiya, Indoneziya orollari hamda Avstraliyaga ketmoqchiman. Avstraliyaga yetib borish muddati 2 yil. 2 yil. Yetib borish muddati. Yetib borish muddati 2 yil. Avstraliyaga yetib borgandan keyin endi u yerda kamida 1-3 oy sayohat qilamiz. Endi buni muammosi, ikkalasida ham bir xil muammo. Bir xil muammo shundaki, menga oddiy 1 oylik turistik vizalar kerak emas. Menga uzoq muddatli vizalar kerak. Agar Grenlandiyaga boradigan bo'lsam, meni o'sha rekord o'rnatish uchun u yerda talab bor. Har bir davlatda kamida 20 kun bo'lish kerak. Schengen zonani ichida bu o'zingizning talabingizmi? Yo'q, boyaga kitobda talabi. Kitobda talab. Guinness rekordlar kitobini talab. Da. Men u rekordga kirish uchun yuribman-ku, o'zi shuncha yildan beri harakat qilib. Har bitta davlatda 20 kun bo'lish uchun mana Yevropani o'zida kamida 1 yil, eng kamida 1 yil yurish kerak. Menga Yevropani kamida 1 yillik vizasi kerak. Hozir boraman, masalan, to'g'ri, menda viza tarixi bor. Viza kartada balans yaxshi, pasportlar tarixi bor, tem bo'lib mana ijtimoiy tarmoqlarim ham bor. 1 oylik vizani o'ynab kulib olamiz, muammo yo'q. Muammo shundaki, bizga 1 oylik vizasi to'g'ri kelmaydi. Bizga 1 yillik vizasi kerak. Mana shunday muammolar bor. Agar 1 oylik viza bersa, yana Yevropaga kiramiz, 1 oy yurib o'sha chiqib ketish kerak, yana qaytib chiqamiz chegaradan, yana O'zbekistonga kelib, yana viza olish kerak, yana qaytib borish kerak, borki, og'rigarchilik ko'payib ketadi. Shuning uchun biz o'sha 1 yillik vizalarni harakat qilib yuribmiz hozir. Demak, sizda yoki, to'g'rimi? Yoki ikkita направление. Ikkalasiga ham vizalar topshirib tashlaganmiz. Agar Avstraliyaga boradigan bo'lsangiz, bu parom-ku, to'g'rimi, baribir? Ya'ni qanaqa taxminan marshrut qanaqa bo'ladi? Marshrut taxminan Xitoy, mana Xitoyga avval mashinada kirganim ijtimoiy tarmoqlar. Xitoyga borish uchun 10 kunlik anaqa o'qib, anaqa avtomobil. Yo'q, menda bor. Endi bu safar qiynalmayman. Aytmoqchi bo'lgan, o'shani o'qiganlar-da, o'qib olib, o'sha Xitoyga kirganlar. Xitoy prava bor. Xitoy pravasi bor. Xitoyga kirib, bundan Shanxay o'tgan safargi marshrut qaytariladi yana. Shanxaydan parom $350 nimaga tashab qo'yadi? Janubiy Koreyaga tashab qo'yadi. Shanxaydan prami Yaponiyaga yo'q. Janubiy Koreyani o'zini aylanamiz, masalan 1 oy. Undan keyin Janubiy Koreyadan Yaponiyaga parom bor. Yaponiyada 10 taraflama harakatlanish. U muammo yo'q, o'tamiz. Chunki mana nimada ham yurdik-ku. Kiprda ham yurdik-ku. Kiprda ham 10 tomonlama harakatlanish edi. Afrikada ham 10 tomonlama yo'q ko'p joylarda. Da, shunday. 10 tomonlama harakatlanish edi. O'sha 10 tomonlama mana nimada ham yurdim-ku, Pokistonda ham yurdim-ku, 10 tomonlama harakatlanishda. Ozroq qiyin bo'ladi, lekin uddalasa bo'ladi. Yaponiyadan keyin? Yaponiyani sayohat qilib bo'lganimizdan keyin o'sha yerda keyin Indoneziya orollari, Filippin bor,
Ya'ni yaqinlashib Keyin yaqinlashib kelaverar ekansizda, to'g'rimi? Ha, endi prямо to'g'ri Avstraliyaga o'tib ketmaymiz. Yaqinlashib va Indoneziya orollaridan u yog'i o'sha Avstraliya bo'ladi. Ularga hammasiga paromda borsangiz bo'ladi. Parom Lekin degani qarang, Indoneziya tarafdan Avstraliyani eng nima desa bo'ladi, rivojlangan shaharlarga uzoqda, ya'ni Melburn ham, Sidney ham bu yoq tarafida-da. u yog'iga o'sha konteynerda ketadi yana. Ha. Konteynerda ketadi. Parom bilan konteynerning farqi bor. Paromda siz keta olasiz, konteynerda keta olmaysiz. Da. Paromda shunday mashinani haydab paromga chiqasizda, xohlasangiz mashinangiz ichida, xohlasangiz passajirlar uchun mo'ljallangan joyda o'tirasiz. kabinasiga kirib, bemalol yetib olishingiz mumkin va paromda vaqt kam oladi. Masalan, mana shu 5-aprel kuni ketishingiz kerakmi? 5-aprel kuni obeddan keyin ketishingiz kerakmi? 5-aprel kuni ertalab borib, bemalol hujjatlarni rasmiylashtirib ketaverasiz. Konteynerda topshiradigan bo'lsangiz, kema jo'nashidan 20 kun oldin mashinani topshirishingiz kerak bo'ladi. 20 kun. Chunki mana kema nimaga keladi, to'g'rimi? Haligi mana kema bo'lsa, Portga, qirg'oqqa, portga keldi. Kema kelgandan keyin u yerda 1 kun turadi maksimali. Chunki port to'lovi stanka deylik. Shunday desa bo'ladimi? Tushunarli bo'ladi. Tushunarli bo'lishi uchun. Juda katta summa bo'ladi. Juda katta summa. U yerda kema 1 kunda yuklab olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Ya'ni kemani kompaniyalar, logistik kompaniyalar. Ular esa shu kema kelgandan keyin hamma yo'lni yuklar tashimasligi uchun 20 kun oldin portni o'sha nimasiga o'zini kemasi to'playdigan joyga 20 kun oldin yuklarni to'plashni boshlaydi. To'plab ular ham mendan mashinani olgandan keyin to'g'ri u yerga olib bora olmaydi. Tamojnisiga olib boradi. Tamojnisini ochib tekshiradi. Davlatimizda nima olib chiqib ketyapsan, boji to'landimi buni deb. Tamojniy tekshiruvlarni o'tkazgandan keyin boyagi kemalar o'zini kemasi to'xtash rejalashtirilgan joyga o'sha 1000 ga yaqin nimasini konteynerni terib chiqaradi u yerga. Terib chiqib hamma yo'g'ini tayyor qilib bo'lgandan keyin kemasini chaqiradi. Kemasi keladi-yu, imkon qadar shati tezda yuklab u yerdan chiqib ketish kerak. Ana o'shaning uchun kamida 20 kun oldin topshirish kerak. Kema o'zi mana Jibutidan nimagacha, Tanzaniyagacha O'shan hozir so'ramoqchi edim. 1 kun suzadi o'zi. 1 kun. Lekin kema 1 oyda yetib boradi. 20 kun oldin bu yerda topshirishingiz kerak. 1 kun suzib boradi. Keyin u yoqdan portdan tushirib yana anaqa tarqadi, razachniy punkt. U yerda kemalardan tushirgandan keyin u yer anaqa zanit qilib turmasligi kerak-da. U yerdan sirazi oladi, hamma yuklarni oladi-da. Tarqatuv punkti bo'ladi. O'sha tarqatuv punktiga toshiydi, ya'ni konteyner toshiydigan furalar bor, toshiydi. U yerga tushirib, bu yerga nima qilgangacha, olib kelgancha yana 15-20 kun o'tib ketadi. O'ylabsizki 20 kun yoqda 20 kun. Juda vaqtda yevorar ekan. 1 kunlik yo'lga 40 kun vaqt ketadi. Mana hozir rejalaringizni xudo xolis tushunib oldik. Omad, albatta bu rejalaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Afrika bo'ladimi, Grenlandiya bo'ladimi, biz shu bajonidil maza qilib kuzatamiz, ish qilib. Iloyim mana shu safarlardan birortasi o'xshasin. Endi o'sha aynan konteynerda olib o'tish bo'yicha mana birinchi bo'lib Afrikaga borayotganingizda Saudiya Arabistondan Jibutiga yubordingiz. O'zingizni mashinangizni shu anaqa Karl bilan yubordingiz. O'shani ham ko'rdik. Ayniqsa mashinangizni olish qanaqa muammo bo'lganini men ko'rib, to'g'risini aytsam, yuraklarim siqilib ketdi-da. Qanaqa qilib o'ylayapman-da, ana shu darajada bosh og'rig'i ko'pmi? Bosh og'rig'i aynan Afrika bo'lgani uchun ko'payib ketdi-da bu yerda. Men tushunishim bo'yicha. Ya'ni Saudiya Arabistondan Afrikaga o'tkazdilar, Jibutiga o'tkazdilar mashinani. Jibutiga borib, o'tdi samolyotda borib, Jibutiga kutdilar avtomobilni. Necha kun kutdingiz Jibutida? Jibutida mashinam kelishini bir haftacha kutdim. Kelgandan keyin mashinani chiqarishga 1 oydan oshiq vaqt ketdi. 1 oydan oshiq vaqt mashinani olib chiqish bilan shug'ullandingiz. Men haqiqatda yuragim siqilib ketdi-da. U yerda nima jarayonlar bo'ldi? Unga pul so'rashadi, bunga pul so'rashadi, u hujjat, bu hujjat. O'shanda men nimaga bunaqa hujjat bozdi deyapman-da. O'zim Afrikaga bordim. Bilyapman-da aka, hamma Afrika davlatlarida onlayn emas. Taxminan bir xil ekanda, plus minus. Onlayn emas. Alini oldiga borasiz, men mashinamni chiqarish uchun siz imzoingiz kerak ekan. Al aytadi. Bitta qog'oz beradi-da. Mana nimaga deydi? Mana qog'ozga mana Ali Valig'ani, Ibrohim, Shebrohim, hammasiga qo'l qo'ydirib pechat bostirib kel deydi. Keyin ketdingiz. Mana shu baroqqa pechat bostirib kelish kerak. Xuddi anu esimga tushib ketdi.
Bankomatda yangi askarlarda nimaga chaqirayotgan delasi bilan ovoradda Aha. terapevtga pechat bostirib keldi ko'rinib lorga U ham osonroq aka. nimaga U ham u ham osonroqda 100% aka. 11 ta doktoriga oxirida keyin bankomga pechat bostirib chiqasan, anonga xizmatga ketasan, ichida qaysidir bitta vrach yo'q bo'lmaysan deb turib pechat bosmasa, anaqa bor davolan deb yozib bersa, bo'ldi, ishingiz pishdi. Negodin. Da, nega desda, xuddi shunaqada biz ketdik, keyin Alini kabineti bu yoqda, Valini kabineti bu yoqda, shaharda u yoq bu yoqda, bitta joyda emas hammasi. Bitta binoda ham emas. Yo'q, bitta binoda ham emas. Shaharda u yoqda, bu yoqda taksi olib yuramiz. U yerga boramiz. Bir aniq nima yo'q, sistemani o'zi yo'q. Mana buni qilsang, olasan demaydi. Ya'ni buni qilasan bo'ldi. Mana shu ketma ketilda qilsang bo'ldi emas-da. Yo'q, hozir bu yoqqa bor, endi bu yoqqa bor, ana endi bu yoqqa bor. Endi maminga borgan, endi men ungacha bor. O'sha u yoqqa bor, bu yoqqa bor deydigan odamni o'zini topolmaysiz. 3-4 kun borasiz, eshik yopiq bo'ladi. Shunaqa. Eshikni tagida joy solib uxlaysiz keyin. Oxiri keladi, qaysidir bir kun kayfiyati yaxshi bo'ladi, kela ocha. Nima qilib yotibsan eshigim tagida? Ha, menga qo'yingiz kerak ekan, deb kerakda. Bunga men qo'lim kerak emas. Sen nima, sen import qilyapsanmi? Yo'q, import qilmayapman. Men turistman, men. Ular garangmi ular? Men import qiladigan mashinalarga meni bazaga kiritib beraman. Hozir kiritsam, mashina import bo'lib qoladi. Davlat bojini to'lashing kerak ekan, olib chiqib ketolmaysan mashina. Ha, yo'q, unaqa. Qaytib boramiz ana olib. Borib, sen berganimni meni peshat bosmas ekan desa, aqllilik emasında bossib. Bosmasa mashinani ola olmaysan. Tamom der. O'tiraman shunday qilib. Bunday kamera qasinga qarab o'shasan ular bunday qilib. Yo'q. Endi bular anaqa tikka ekanda bunday anaqa yotib bo'ladi. Kabinetda sigaret chekkan rahbarlarni men faqatgina dunyoda o'sha Kim Chen In borki, Shimoliy Koreya rahbari. O'sha, Kim Chen In. O'sha sigaret chekadi o'ylar ekanman. Yo'q, Afrikada ham ko'p davlatlar rahbarlari, davlat rahbarlari emas, haligi mansabdor shaxslar kabinetda sigaret chekib o'tirishar ekan. O'tirib bostirib kelsang-ki, bo'lmasa boshini nima qilma deydi-da. Keyin yonda qo'rqish sigaret, eshigini tagida qo'rqish turadi, yerda hammasida avtomat bilan. Keyingi safar kelsam, mana bu qara qo'lda pechati bo'lsa, keyin kirgiz, bo'lmasa kirgizmayman. Asabim o'ynashni boshladi bu o'sha deydi. Tamom sizda ketdingiz keyin. Menga shokka tushganim, Afrikani men bilardim korrupsiyaga botganini, lekin bu darajada deb o'ylamagan edim-da aka. Oddiy misol, Migingo oroliga boryapmiz. Migingo orolining oldida yana ikkita orolcha bor. Aytishyapti, Migingo oroliga kirish uchun mana bu Usingo oroliga kirib, birinchi Ugandani immigratsiyasidan o'tishing kerak, ruxsat olishing kerak deyapti. Qayoqqa ruxsat olinar ekan deyapman. Kiryapmiz. Gap aylantirib pulga boryapti-da, xullas. Mayli xo'p deyapmiz, endi shuncha yo'l bosib kelganmiz. Ya'ni nima desa bo'ladi, gidimiz orqali pul beryapmiz. Anchada pul beryapmiz. Keyin aytyapti, bo'ldi, ana endi sizlarni Migingo oroliga olib borib o'tamiz. Zo'r. Olib borib o'tishyapti, endi Migingo orolining ichidagi Uganda politsiyasining oldiga olib kiramiz deyapti. Endi o'tga olib kiryapti. U ham pul so'rayapti. U bilan gaplashyapmiz. Keyin endi aytyapti, endi Migingo orolidagi Keniyani politsiyasiga olib kiramiz deyapti. Endi Keniyaniga olib kirib, keyin unga pul beryapmiz. Keyin endi nimamush qirg'oq nimadir xavfsizlik xizmati departamentiga olib kiramiz deyapti. O'zi kichkina orol qanaqa departament olmandi. O'shanga olib kiramiz. U ham pul voy deyman, Afrika shu darajada botib ketganki korrupsiyaga. Men shuncha siz meni esladingizmi? Sizni esladim. Birinchi bo'lib sizni esladim aka. O'sha sizlarning mashinaning orqasidan yurganlari shuna ko'zim oldidan flashback bo'lib o'tib ketdi-da. Bizda shunchalik bo'lgan bo'lsa, bir hafta ichida siz Afrikada oylab qanaqa yurdingiz dedim-da aka. Shunday. Shunaqa qilib siz mashinangizni bir haftada o'zi keldi, lekin bir oydan ko'p kutdingiz o'zi Djiboutining o'zida. Djiboutining o'zida chiqarish uchun yugurdik. Bu yoqdan bu yoqqa rosa yugurdik. Keyin oxiri baraka topsin, mana Azbek aka degan vatandoshimizga uchrashib qoldik. O'zbek BMTning o'sha Djiboutidagi vakili ekan. Ko'rdim. Keyin u BMTga telefon qildirib berdi. Diplomat pasport. Bizni Tashqi ishlar vazirligi baraka topsin. Tashqi ishlar vazirligi anaqa rasmiy nota tayyorlab berdi nimaga? Djiboutini Tashqi ishlar vazirligiga. Uni berdik. Keyin
mana bu Jibuti Fransiyani nimasi bo'lgan-ku, mustamlakasi bo'lgan. Fransiyadagi elchixonamiz Jibutiga o'sha Fransiya elchixonasiga nima qilib, bog'lanib, ular ham yordam berishdi. Yo'q, 3 ta tomondan va 4-tomoniga o'zimni ani bu cho'ntagim, kashalogim yordam berdi. Bir bola qilib yurib mashinadan chiqarib oldik keyin. Hazlik ham ish bo'lmadi u yerda. O'zi shunishimcha qanchaga o'sha mashinadan chiqarib olishingizga? 11 mingdan oshib ketdi. 11 mingdan oshib ketdi. $11,000 bitta mashinani chiqarib olish. Chiqarishga hali u sayohatga emas. Haligi bitta nimani o'zi ani bu spagettini o'zi $21 edi-ku. Men hali u yerda ovqatlanganim qo'shmayapman. Mashinani xarajatini aytyapman. O'z tushunishim bo'yicha aytayotdingiz, nimadan aytayotdingiz? Tushunishim bo'yicha u yer ham xuddi shu Shimoliy Koreyaga o'xshash davlat. Yopiq davlat. Yopiq davlat. Yopiq davlat bo'lmasa, bitta yogurt 200 ming so'm, 1 litr bezgaz suv 35 ming so'm bo'lmaydi-ku. Yopiq davlat va u yerga hech kim kirgizmaydi ham, chiqarmaydi ham, o'z turistlar ham bormaydi, turistik davlat ham emas. Biz mana shunday davlatga mashinani olib kirishni uddasidan chiqardik-da hozir. Menimcha ularda o'zi ham hayron qoldi. Import qilaylikmi deyapti, ani bojxonadagilar. Qayerga kiritamiz buni? Ani kompyuter qayerga kiritamiz? Nima yozamiz deyapti. Bo'lmaganda demaydi. Yo'q, shunaqangi ani grafasini o'zi yo'q-da. Vaqtinchalik bunday haydab yurib turistlar haydab chiqib ketadi degan, ani grafasini o'zi ham yo'q-da ani kompyuterida. Kompyuterga kiritishmay qo'yardi oxiri pulni kuchidan. Kiritmasdan shu qo'ng'iroqlar bir bolalar kuchi bilan ani Benjamin Franklin kuchi bilan keyin oxiri qo'ng'iroqlar bo'ldi. Qo'ng'iroq bilan ish bitib ketdi. Hujjatsiz, nimasiz. Birov mashinani texpasportini ham so'ragan yo'q, mening mashinam yo'q. Hali pechat bosilgan narsalarimiz ham qolib ketdi. Oxirida shu darajada kuchli bosim bo'ldi oxiri. Qo'ng'iroqlarning kuchi bilan u anavi menimcha uni tashqi ishlar vaziri dod devordi-yu. Nima bola, kim keldi o'zi bu yerga? Kim u? Qanday deb. Menga shuncha ko'p qo'ng'iroq bo'lib ketdi deb. Qo'ng'iroqlarning kuchi bilan bir bola qilib yurib, oddiy qo'ng'iroqlar bilan nimaga? O'sha tamojnitsiya telefon qilishdi, razdатчный punkt deydi, tarqatuv punkti. O'sha yerdan darvozani ochdi. Mana mashina sendan bo'l, chiq qaytadin. Shunday oldim, haydanib ketdim. Qo'limda bir setka dokument turibdi. 1 oy davomida to'plagan mashincha hujjatlarim turibdi. Keyin hujjatlarimni olib chiqib, hammasini nima qilib tashlab yubordim. Ichida pechatni ko'plarini kelajakda muzey uchun deb olib qo'ydim. Qolganlarini tashlab yubordim hammasini. Byurokratiya ramzi sifatida. Byurokratiya ramzi. O'rtoqlar, mana ko'pchilik so'raydi, Afrika nimaga rivojlanmaydi? Afrika juda ham ko'p narsalarni boshdan kechirganda. Birinchidan shu mustamlakalikni o'zi juda katta, juda ham og'riqli tarix. Buni xudo xolisi bitta alohida videoda tushuntirib beraman. Unda ham qisman tushuntirib o'tib ketdingiz. Uzr gapingizni bo'lib, Braziliyaga qilgan sayohatingizda ham Afrikadan olib kelgan qullar borasida Afrikadagi ozgina ta'riflab berib o'tib ketgansiz. Juda ham ko'p narsalar bo'lgan Afrikada. Hozir endi hammasini gapiradigan bo'lsak, aytmoqchi bo'lganim faqat ularni o'zini ayblab qo'yishimiz qiyin bu narsada. Ular shunaqa botqoqqa botib qolgan. Afsuski, ular mana shunaqa yillar davomida tashqi ta'sirlar nima bo'ladi? Tashqi ta'sirlar ta'sirida, endi qanchalik taftologiya bo'lmasin, u ta'sirida ular nima bo'ladi? Yashagani uchun shunaqa vaziyatga tushib qolganki, hozir ular endi o'zini o'zi rivojlantirmayapti. Ular hozir shunaqa siklga tushib qolish, o'zini o'zi rivojlantirmaydigan siklga tushib qolish, o'zidan o'zi, misol uchun mana korrupsiya bo'lib yotibdi. Har bir qadamingiz korrupsiya. Oddiy misol tushunishingiz uchun, aeroportda biz Migingoga ketayotganimizda, sayohat qilayotganimizda har bir qadamni olish uchun katta kamerada syomka qilib ketyapman-da. Tamojniyni oldi bilasizlar mumkin emas. Kamerada syomka qilish men xayolimda ham yo'q, olib ketyapman, hamma narsani olib ketyapman. O'shanda meni tutib olishdi. Bu yerda mumkin emas syomka qilish, mana bu yerda bunaqa znaklar ham bor, mumkin emas degan. Sen hozir mana bunaqa qonun qoidalarni buzyapsan, bilasanmi bunga qanaqa anaqa jarimalar, boshqa narsa. Ya'ni menga mana shunaqa juda ham nechtadir odam kelib olib, xavfsizlikni ta'minlaydigan bosim qilish boshlashyapti. Keyin oldimizda dron operatorimiz bor edi. U aytayapti, 200 shilling berib yubordi. 200 shilling? Do'ma. $1.5 aka, 200 shilling. 200 shilling bersam bo'ldimi hozir do'manda? Ha, 100 bersan ham bo'ladi dot. 200 berib yubordi, umuman gapirmaydi dot.
Rostdanmi deyapman. Mana senga 2 shilling deb anaqa dron operatorimizga beryapman. U ana 2 shillingga ana ular bundoq beruvdi, bo'ldi. Ya'ni tushunishingiz uchun, demak, aeroportlarga xohlagan odam xohlagan narsani olib kirib keta oladi. Hozir 200-400 shilling bersa-da, misol uchun-da, ya'ni shu darajada hatto raketa ham olib kirib ketaverasiz. Xolos, lekin shunaqa vaziyat bo'lib qopti-da. Ya'ni men bu achinarli holatni ko'rib, to'g'risini aytsam, Afrikani o'sha tarixini o'rganishga uchib ketib qoldim va u yerda juda ham ko'p narsalar bor aslida. Lekin fakt shundan iboratki, shunaqa holatda Afrika. Afsuski shunaqa holat. Mana sayohatchi buni agar Afrikaga qilgan sayohatlarni hamma videolarini ko'rib chiqsanglar, yuragingiz siqilib ketadi. Qanaqa ko'p o'sha bitta avtomobilning orqasidan qanaqa ko'p daxmaza bo'lgan edi. Siz mana avtomobilingizni kutish jarayonida bir oy Jibutida xohlaysizmi, xohlamaysizmi bo'ldingiz. Eng rivojlanmagan Afrikani o'sha eng kontrastli davlatlardan birida. Qanaqa ekan? Ana bu ko'chadan ovqatlanyapman, arzonroq ekan. U ham aslida arzonroq emas, bir 5-6 dollar turadi anaqa. Bir atalaga o'xshash ovqat. Ovqatlanib o'tirib, o'sha videosini qo'ysam, kommentariyaga yozishibdi. "Bu aka, ana idishingiz ichida pashsha bor ekan" dedi. Men aytyapman, "Ha, shu bitta pashshaga shuncha to'p bo'ladimi? Qancha ovqat ichardi bitta pashsha" deyapman-da. Keyin aytyapman, "Zato pulini 2 ga bo'lib turadi. Yarmini pashsha to'ladi, yarmini men to'ladim" deyapman-da. Shunday qilib pashshalar bilan yasharik, maza qilib. Shunaqa, ya'ni haqiqatda ovqatlarni pashsha talagan, ya'ni odamlar bemalol. U 5-6 dollarlik o'sha atalasiga ham puli yo'q xalqda. Xalq o't yeb yuribdi haligi. Kat degan o'simligi bor, o'shani yeb yuribdi. Ya'ni siz do'konda ko'rsatgan mahsulotlarni menimcha 90% aholi ola olmasa kerak. Yo'q, ololmaydi. Chunki ani suv bilan yurganingizda har bitta qadamda suv so'rashyapti, dedingiz-ku. Shunday. Suv 1 litr 35 ming. Men o'zim o'yladim. Mana chegarani ochib qo'ysa bo'lmaydimi? Ras o'zi qilmagandan keyin bo'pti, boshqalar qilishiga imkon bersin deb. Yo'q, chegarani ham ochmas ekan. Haligi prezidentiga ham baribir ekanda. Davlatni rivojlantirish umuman nimasiga ham to'g'ri kelmaydi, haligi nima deydi, parvoyiga ham to'g'ri kelmaydi-da. U davlatlarda nega bunchalik rivojlanmasligini meni taxminimcha avvalgi o'sha mustamlaka qilgan davlatlar otdan tushsa ham egardan tushmaganda, rasman mustaqillikni berib chiqib ketgan bo'lsa ham haligacha boshqaryapti ular. Shunaqa. Va mana bizni davrimizda qanday yasharding, siz qanday yashayapsan, ko'rib qo'y deyish maqsadida ham atelabdan ularni shunaqa chigal qonunlar va chigal boshqaruv hamda o'ta ham bir markazlashgan byurobozlik qilib shakllantirib qo'ygan u yerda. Men u yerda bir prezidentlik alomatlarini sezmadim-da. Davlat boshqaruv prezident bo'lgani bilan aslida u yer monarxiya bo'lib yotibdi. O'ta ham markazlashgan. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Prezident boshqarish kerak. Mayli, o'sha nima deydi, xalq hurmatiga sazovor bo'lsa agar prezident xalqqa ochib bersa, xalqni nimasini, dardini tinglaydigan bo'lsa, u davlatda o'sish bo'ladi. Xalqni tinglamayaptimi? Demak, u kimnidir o'yinchog'i sifatida qo'yib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Men bir nimani o'qigan mahalimda, mana Boburnoma asarini o'qigan vaqtimda, u yerda aytilgan edi. Boburni oldiga. Yo'q, Bobur bitta Hind askarini oldiga nima keladi? Hind askarini oldiga bitta bolacha keladi-da. Bolacha kelib turib, sizlar yo'lbarslarni, ana bola juda ham aqlli gap gapiradi-da. Yo'lbarslarni shu darajada ko'p ovlayapsizlar. Ovlamanglar. Yo'lbarslar qirilib ketib, ana kiyiklar, tabiat muvozanati buzilyapti-da. Kiyiklar ko'payib ketib, o'rmonda o't qolmasdan aholi o'tlarni yeyishni boshlayapti, deydi ana bolacha. Deganda ana askar aytadi: "Meni tarix kechira olmasligi aniq. Meni hech qachon tarix kechira olmaydi. Hech bo'lmasa sen kechir bolajon. Men hech narsa qila olmayman", dedi. Ya'ni u yerda u askar aslida bu yerdagi o'sha Boburiylarni buyrug'ini bajarayotgan, nima qilayotgan bo'lar. Endi bu yerda ochiq gapirish kerak.
ochiq gapirish kerak. Masalan, Chingizxon biz uchun bir yovuz dushman bo'lgani bilan Mongoliyaga bordim. Ular uchun juda bir buyuk qahramon-ku. Yoki bo'lmasa Amir Temur biz uchun buyuk qahramon bo'lgani bilan u bosib olgan davlatlar uchun u qonxo'r bir bosqinchi-ku. Xuddi shunday Bobur ham hindlar uchun qonxo'r bosqinchi bo'lgan. Va Bobur aynan o'sha joyda Boburning yonida yuradigan yosh yozuvchilari o'shani ham tasvirlab o'tib ketgan. Bobur ruxsat bergan. Nima bo'lsa hammasini yoz degan, tasvirlab o'tib ketgan. U yerda xalqi nimasini rosa yomon ko'rgan. Lekin Bobur u yerda madaniyatni, ilm-fanni rivojlantirgan, qancha anaqa qurilishlar qilgan, maktablar, madrasalar qurgan, Hindistonni ancha oyoqqa turgizgan. Lekin xalq baribir yaxshi ko'rmagan. Baribir ham yaxshi ko'rmagan. Hozir Afrika bilan parallel o'tkazishimizning sababi Xo'p, Afrika bilan o'sha men Boburni o'xshatayotganim sababi shundaki, ularda o'zini mana bu Boburda hozir bitta narsasini aytmadim. Mana viloyatlariga hindlarni o'zini hokim qilib qo'yib qo'ygani bilan ular hokimlar o'zi qaror qabul qila olmagan. Hamma narsa markazlashgan, Boburdan bo'lgan. Afrikaga taalluqli joyi shundaki, Fransiya chiqib ketgani bilan yoki mana siz Angliya chiqib ketgani bilan siz mana Keniyaga borsiz, to'g'rimi? Keniya, o'sha mana siz borgan mana Uganda degan politsiyasiga pul to'labsiz. Keniya yoki men mana mashinamni oldirib qo'ygan Tanzaniya, hammasi Angliyaning mustamlakasi. Angliya chiqib ketgani bilan o'zini o'zganiga tobi odamlarni prezident qilib qo'yib qo'ygan u yerga va bo'ldi. Haligacha Amerikaning yugurdagi bo'lib yuribdi u yerda boshqarayotgan odamlar. Shunchaki biz yoki yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz u yerga faqatgina sayohat uchungina borib, sayohatchilarga yaratilgan sharoitlarni, tabiatlarni ko'rib, qimmat mehmonxonalarni rasmga tushirib, jirafaga o'tib berayotgan videolarni olib kelaverganligi uchun hech kim u to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan. Mana biz mashinada borib turib, mana bu narsalarni ochiqlab beryapmiz. Peshonamiz urildi devorga. Peshonamiz urildi. Mustamlaka bo'lgan davlatlar chiqib ketgani bilan haligacha mustamlaka ostida yashayapti. Ya'ni buni o'sha monarxiya desa ham bo'laveradi. Bir kishini buyrug'iga, bir kishi, uni oilasi, bir kishini qosh-qovog'iga qarab turadigan boshqaruv bu monarxiya deyiladi. Shunaqa. Endi prezident emas. Do'stlar, bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz Afrikani stereotip ko'rsatib qo'yishdan yiroqmiz. Ya'ni Afrika faqat qashshoq, yomon degan narsa emas. Afrikada ham har xil davlatlar bor. Afrika juda ham katta, u yerda turli xil davlatlar bor. Misol uchun o'sha Janubiy Afrikani juda ko'pchilik aytadi. Misol rivojlangan davlat, misol uchun Afrikani Dubayi. To'g'ri. Ya'ni shunaqa joylari ham albatta bor, lekin afsuski shunaqa muammolar borki Afrikada siz unga ko'z yuma olmaysiz. Qobiljon aka aytganlaridek, agar siz shunchaki jirafalarga o't berish uchun borib kelgan bo'lsangiz, bu muammolarni katta ehtimol bilan deyarli uchratmaysiz. Lekin agar haqiqiy sayohatga chiqib, o'sha Afrikani o'zim uchun kashf qilaman desangiz, aniq 100% mana shu muammolarga birin-ketin duch kelasiz. Ya'ni menga qiziq bo'layotgani, sizda qanaqa taassurot qoldirdi Jibuti? Ya'ni o'tdagi o'sha narxlarni ko'rdingiz, ko'chalarda yurganingizda suv bilan har bir qadamda sizdan suv so'rashgani, ya'ni siz keyin ovqat tarqataman deb afsuslanganingiz. Jibuti avvalambor meni irodamni shakllantirdi. Avvallari ham kasbim taqozosi tufayli juda ham qiyin vaziyatlarda qolganman. Kasbim taqozosi tufayli, o'zimiz sharoitim, oilam taqozosi bilan emas, kasbim taqozosi tufayli og'ir sharoitlarda qolganmiz. Kerak bo'lsa o'lim bilan yuzma-yuz bo'lganmiz. O'sha paytlarda ham irodam sinovdan o'tgan, lekin bunchalik bo'lmagandi. Men nimaga Jibutiga borganimdan keyin shu darajada inson chidomli ekanligini, boshiga tushgan narsaga bari inson ko'nikishi, bu inson uchun xos narsa ekanligi hammasini tushunib yetdim. Birinchi o'rinda irodam shakllandi va insonlar ko'nikaverar ekan bari hamma narsaga. Inson ko'nikuvchan zot ekan. Inson ko'nikuvchan zot.
Siz Yaxshi degan yuqorida ko'nikadi. aytib o'tdingiz, biz faqat yomon tomonlarni ko'rsatmasligimiz kerak dedingiz. Bu gapingizga qo'shilaman. Chunki muammo u yerda yashayotgan xalqda emas. U yerdagi yashayotgan xalq aslida xuddi bizdek xalq. To'g'ri, dini boshqa bo'lishi mumkin, irqi boshqa bo'lishi mumkin, dini boshqa bo'lishi mumkin, millati boshqa bo'lishi mumkin, lekin biz kabi odam. Faqat ularda ham baxtli yashashga haqqi bor-u, lekin ularni haqqini hammasini kimdir olib qo'ygan. Mana shunday. Va haqqini olish olmaydi. Inson har qanday sharoitga ko'nikishi mumkin ekan. Birinchi o'rinda qilgan xulosam mana shu. Eng katta xulosam. Ko'proq sizni o'sha narxlar hayratga soldimi Jibutida? Ya'ni do'kondagi narxlar? Yo'q, do'kondagi narxlar hayratga solmadi. Do'kondagi. Men Afrikaga borayotganimda o'zi nima deydi, suv qimmat bo'lishini, boshqa byurokratiya ham yo'g'ini nima qilgandim. Qisman xabarim bor edi bundan. Meni ko'proq hayratga solgan narsa parallel olamda yashashyapti ular ham biz bilan birgalikda. Biz yashab turgan dunyoda yashyapti. Biz yashab turgan dunyoda yashayapti-da. Lekin bu umuman boshqa dunyo. Butunlay boshqa dunyo. Meni hayratga solayotgan narsa shu. Meni hayratga solayotgan narsa shu. Masalan, mana yaqinda mana oxirgi sayohatim Madagaskarga bo'ldim. Haligacha shifr yo'q-da umuman. Madagaskar deyarli bir yarmidan ko'p hududida shifr yo'q. Hashalar yopishib qo'ygan. Ayollarda ham ko'pchilikda nima yo'q, kiyim yo'q. Shunchaki munchoqlar taqib olib, masalan, badanlari ko'rinib turibdi. Men ular hammasini videoga ola olmayman-da, qo'ya olmayman. Meni oilaviy kuzatadi ko'pchilik. Ba'zi bir videolar qo'yaman, uni ham +18 deb qo'yaman, yo sirazi o'chirib yuboraman yoki nima deydi, yarim kechasi qo'yib turib, ertalabga yaqin o'chirib yuboraman, shunday qilaman. Shu odamlar tushunchasi ega bo'lsin deb. Men asosan nima deydi, sayohatchi bo'lganim uchun anaqangi haligi like bos, obuna bo'l haligi bir siqa chiqqan gaplarga qiziqmayman-ku. Menga prosmotr degan obunachi soni qiziq emas. Shunda kech payt qo'yaman-da, ertalab o'chirib yuboraman, shtobi kech payt o'sha bolalar uxlagan mahalda kattalar ko'rib olsin, ertalab mayli tarbiyasi buzilmasin deyman. Haligacha 19-asrda yashab yurishibdi. Na shifr bor. Shifr degani bu o'zi oddiy so'z bo'lishi mumkin, lekin buni tagida juda katta ma'no bor. Uy yo'q, chaylada yashab yurishibdi degani buni. Tagida, zamirida ma'nosi. Nega ular shunaqa yashab yuribdi? Biz bilan bir parallel olamda yashab yuribdi. Bitta davrda yashayapti. Lekin nega ular shunaqa yashayapti? Nega ular rivojlanmayapti? Uni kim rivojlantiradi? Xalq uyg'onsa, liderlar rivojlantiradi. Xalq uyg'onmaydi emas, uyg'onadi, baribir chiqadi. Har qanday xalqning ichida bitta uyg'onganlarda asosiy vazifasi qolganlarni uyg'otish bo'ladi. Lekin ular kallasini olib tashyapti. Kim olib tashyapti? Prezidenti. Nega olib tashyapti prezidenti u? O'zi nimaga rivojlantirmayapti? Uni nimaga rivojlantirmoqchi bo'lganlarni hammasini kallasini olib tashyapti? Sababi ular qo'g'irchoq u yerda. Avvalgi bosib olgan davlatlar haligacha chiqib ketgani yo'q u yerda. O'zini shaxsiy madhiyasi, konstitutsiyasi, bayrog'i, gerbi bor qaram davlatlarda ular. Venezuelani bayroqli benzokolonka deyishadi-yu, shunga o'xshatadi. Shunday. Neft la'nati degan bitta ko'rsatuv ko'rdim. Shunaqa. Juda ko'p ma'lumot oldim o'shandan. Eng qizig'i, siz Afrikada juda ham ko'p bo'ldingiz. Mana misol uchun avgust oxiri ketib, sentyabrda borib, fevralgacha bo'ldingiz. Va shu vaqt mobaynida bor yo'g'i 4 tami 5 ta davlatga borishga ulgurdingiz-da. Jibuti, Madagaskar, Keniya, Tanzaniya. Tanzaniya 4 ta. 4 ta. Necha pul ketdi mana shu sayohatingizga? Agar mashinangizni hisobga olmaganda. Taxminan ayting. Taxminanmi? Shu 6 oydan oshiq mobaynida shu 70 mingdan oshiq naqd pul bilan ketdim. 4 ming, 5 ming bilan qaytdim-da xullas. Bu mashinani hisobga olmaganda. Yo'q, o'shanda ham ichida. Yo'q, mashinangiz bor yo'qotdingiz-ku.
Yo'q. musodara qilib yuborishdi Yo'q, men musodara qilingan mashinani aytmayapman. Ha. Masalan, uni ham qo'shsa undan ham oshib ketadi demoqchiman. Ha, men shuncha naqd pul olib chiqib ketdim uydan. Qaytishimda shuncha ekan. Agar unga o'sha masalan o'rtacha mana 70 ming ketdi desak, unga boyaga $15,000 mashinani narxini qo'shsak, ichidagi narsalari o'zi mashinadan qimmat. Bitta MacBookda o'zi $3,500 turadi. Bu mashina ichidagi narsalar bitta Carl'da o'ziga $1,000 sarflangan. Ichidagi narsalar bor, ana bir 10 ming degan taqdirimizda ham 70 ga 80 ming. Mashinaning narxi 15 ming. 95 ming. Karnet pulidan ayrildim €13,000. Bir $15,000 ga aylanadimi? 110 ming, 120 ming. Agar mashinani qo'shsak, bu boyiga 70 faqat xarajat. Faqatgina mashinadan tashqari ekan siz aytmoqchi-da. Mashinadan tashqari. Faqatgina xarajatingiz o'zini hisoblaganda ham bu pulga deyarli Afrikani yarmini aylanib qo'yardingiz. Ha, yarmi emas, hammasini ham aylanib chiqsangiz bo'lardi. Undan ham ko'pini. Samolyotda aylansiz agar. Shunaqa. Ya'ni nimaga siz bunaqa qiyin yo'lni tanlayapsiz? Nimaga kerak avtomobilda faqat sayohat qilish? Ya'ni nahotki bu yetarli darajada missiya bo'lsa, shuncha pulingizni, shuncha vaqtingizni, shuncha asabingizni sarflab aynan mashinada sayohat qilish. Meni maqsadim bor. Maqsadim har kim maqsad bilan yashash kerak hayotda. Agar siz maqsadingiz faqatgina yeb ichish, kun o'tish bo'lsa, demak u siz o'liksiz. Shunday. Men maqsadim bor. Maqsadim tarixda qolish. Buni narxi albatta oz bo'lmaydi. Buni narxi past bo'lmaydi. Tarixda qolishda komil inson sifatida tarixda qolish oson. Nima deydi? Ko'p-ko'p nimalarimiz, jangchilar ko'p-ko'p svetoforga chiqib, aniq bitta tursiy o'zida ham raqsga tushib, mashhur bo'lib, tarixda qolib ketayotganlar ham bor. Bir komil inson sifatida xuddi o'sha Marco Polo, Jacques Cousteau, Magellan, shu buyuk Xristofor Kolumblar singari bir tarixda qolishda niyat qilganmiz. Shunday. To'g'ri, meni uyim qo'shnimnikidan pastroqdir. To'g'ri, bir emas, ikkita o'g'lim bo'la turib bir marta ham sunnat to'y qilmaganman. Tanish bilishlarim gapiradi menga, o'g'lingga sunnat to'y qilmagansan deb. To'g'ri, dadamning mashinasi yo'q, tan olaman. Chunki olib bersam ham minmaydilar. To'g'ri, dadamning mashinasi yo'q. To'g'ri, qimmatbaho haligi nimalarda emas, haligi uyda turmayman, oddiy uyda turamiz, oddiy yashaymiz. Lekin menda juda ham qimmat bo'lgan g'oya bor. Bu meni tarixda qolishim, meni abadiy yashashim uchun xizmat qiladigan g'oya. Agar qachondir uddalay olsak, albatta o'ylaymanki, tarix bizni unutmaydi. Agar uddalay olsak. Tilakdoshimiz uddalay olishingizga, lekin bilasizmi, bunaqa g'oyalar bir kunda, bir kechada keladigan g'oyalar emas-da. Yo'q. O'sha kunni esla olasizmi? Ya'ni qachon mashina olib butun dunyoni aylanib chiqaman degan narsa qachon paydo bo'lgan o'zi sizda? Xo'sh, menda bu nimaga bunday holatga kelishimizga yoshlikdan tirishqoq bo'lganmiz. Endi hozir haligi nima deydi? Esimga tushib ketib qoldi. Bir marta kinoda 2 minut joyida epizodda ko'rinish berib 28 ta joyga intervyu bergan haligi nima borlardi-ku. Keyin haligi men undaqa bo'lganman, qiynalganman, u yashayman dedi-ku. O'shanga o'xshab qolyapti hozir gapirsam. O'shaning uchun keling boshqacharoq tomondan olib qaraydigan. Baribir o'shani tushunishga harakat qilaman. Qaysi kuni nima qilyapsizki o'sha kuni shunaqa g'oya keldi sizga? Ya'ni o'sha kunni esla olasizmi? Keling sizga bitta misol keltirsam bo'ladimi? Siz-ku mana tushunishingiz aniq. Agar tushunmaganlar bo'lsa, balki titrlar bilan tushuntirib qo'yarsiz. Bitta yo'lbars boqing, zooparkdan sotib olingda bolasini. 20 yil qafasda boqing uni. Qafasda boqing, erkinlikka chiqarmang. Bechora yo'lbars 20 yil davomida to'rtta kateri ichida tursin. 20 yildan keyin shunday qo'yib yuboring,
u hech qachon katagiga qaytmaydigan bo'lib chiqib ketadi. Mana shu gapni ko'p aytasiz-da. Ya'ni aynan katedaligingizni, kateda bo'lganingizni, lekin yo'q aytolmayman, kasbim qanaqa bo'lganini aytolmayman, to'g'ri tushuninglar. Kamerangizni o'chirib turing, aytaman. Yo'q, ya'ni shunchaki kasbingizni aytish, ya'ni ilojim yo'q. Ilojim yo'q. Hali gapirishga nima deydi? Bir piyola ko'k choy ustida o'tirib gaplashamiz mayli, kameralarsiz. Ya'ni tushunarli. Ya'ni sizda imkoniyat umuman bo'lmagan, sizni chiqarishmagan. Hatto pasportim ham bo'lmagan. Hatto pasportingiz bo'lmagan va 2020 pensiyaga chiqdim. Va pasportni olishga oldim, lekin qizil pasport berishmadi. 2 yil yugurdim. 2 yil. 2022-yil oldim shu qizil pasportni. 2020. Qanaqadir harbiy yo'nalishmi? Ya'ni qanaqadir harbiy yo'nalish haqida gap ketyapti, to'g'rimi baribir? Chunki yoshligimda harbiylarga anaqa qilardim, havas qilardim. Bilmasam endi qayerdan bilaman. Tushunarli. Aytmaysa. Qiynalmayman. Sayohatim to'xtab qolishi mumkin. Ha, tushunarli. Xo'p, mana sizga o'zi ko'p berilgan savollardan bittasi-da bu. Ya'ni 3 ta savol bor. Kasbingiz nima bo'lgan? Ikkinchisi, pullar qayerdan topasizki shunaqa sayohat qilib yurasiz? Yana bitta savol bor, uni ham beraman. Ya'ni nega yolg'iz sayohat qilasizmi? Yo'q, oilangiz haqida ko'proq, ya'ni bu ham ko'p beriladigan savol. Lekin hamma intervyuingizni ko'rib chiqdim, tayinli javob ola olmadim. Ya'ni birinchidan to'g'ri aytdingiz, tadbirkorman, mehmonxona, boshqa bizneslarim bor dedingiz. Lekin bu haqida chuqurlashmaysiz ko'pincha. Shunday. Lekin o'sha shunaqa passiv daromadingiz borki, sizni sayohat qilishga imkon berib turadi. Shunday. Ya'ni siz hech qanaqa reklama qilmasangiz ham bemalol sayohat qilib yura olasiz. Shunday. Lekin men chuqurlashmoqchi bo'lgan mavzu bu oilangiz baribir. Ya'ni siz ko'p tushuntirgansiz bu narsani ham, lekin baribir oxirgacha tushunib olmaganman. Misol uchun bitta chiqqaningizda 1 yillab sayohatga chiqib ketasiz-da. Qanaqasiga 1 yil oiladan uzoq bo'lish mumkin? 3 ta farzandingiz bor, oilangiz, ayolingiz. Mana biz aslida ikkalamiz suhbatlashib o'tiribmiz. Lekin kadr ortida mana shuncha odam mehnat qilyapti bu yerda. U yerda ham kadr ortida degan narsalar bor. Meni ham sayohatimda kadr ortida degan ko'rsatmaydigan narsalar. Da, ko'rsatmaydigan narsalarim bor. Meni boshqaruvchilarim bor. Hamma narsani boshqaradi, nima qiladi. Keyin turmush o'rtog'im bor. Turmush o'rtog'im o'sha boyagidek har 2 oy bo'lmasdan burun haligi nimalarga chaqirib turaman. Tinchroq davlatda bo'lsam chaqirib turaman. Endi oilasiz yashash deganda 2 xil ma'noni tushunamiz. Endi kim ayolsiz yashash, endi haligi masalan er-xotinlik munosabatlari nazar va haligi oilasiz yashash degani bolalarni sog'inchi, ota-onani sog'inchi shuni ham nazar tutishadi. Endi farzandlarim bilan har kuni video vizit orqali gaplashaman, kundalik ko'mini tekshiraman, ulab olganman-ku o'zimga. Necha ahvolda qaysi biri nima qildi? Qizimga masalan yigitlar gap otsa, o'g'lim borib ularni qizimni himoya qildimi, yo'qmi? Hammasini nima deydi, otalik majburiyatlarimiz vaqtida bajarilyapti deb o'ylayman, masofadan bo'lsa-da. Bu narsalarni aytgansiz boshqa intervyularda ham, lekin bilasizmi, oila baribir bilasiz, shakllanishi uchun, to'g'ri shakllanishi uchun bu narsa yetarli emas. Ya'ni siz shunchaki video vizit orqali gaplashganingiz yoki maktabda nima bo'lganini so'rab o'tganingiz, ya'ni oila, o'shaning uchun ham oila bitta xonadonda, ya'ni bir-birini yuzma-yuz ko'rib, bu meni og'riqli nuqtam. Chunki bir narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechish kerak. Men o'zim ham sayohatchiman. Mana sizni misol uchun tushunish kerak bo'lgan inson bo'lganda, men o'sha maksimal tushunish kerak bo'lgan odam men bo'lardim. Lekin baribir men ham eng uzoq sayohatim Amerikaga bo'lgan 50 kun. Lekin shu 50 kun ichida ishonasizmi, men oilamni juda ham sog'inganman-da. Ortga yo'l bo'lgani uchun 50 kun yurganman, bo'lmasa 2 hafta yurib ketib yorardim.
yoki mana Shvetsariyada yurganimizda Shvetsariyadan keyin Reykjavikka reysim bor edi. Islandiyaga ketishim kerak edi. Shunchaki bormadim. Chunki oilamni sog'inib ketdim. Shu daraja sog'inib ketdim. Men yo'q bo'ldi, bormayman, men charchadim. Men uyga boraman, bitta kuchimni yig'ib olaman, oilam bilan energiyamni qayta tiklab olib, yana davom etaman. Sizda qanaqasiga bu miyamga sig'mayapti, xullas siz 1 yillab yurishingiz. Sog'inaman, juda ham sog'inaman. Shu darajada sog'inamanki, bor deb hammasiga qo'l siltab tashlab ketib yorgilarim ham keladi. Siz hozir aytdingizki, ortga yo'l yo'q edi, shuncha 50 kun yurdim deb. Menda mashina ham bor-ku, mashinani tashlab keta olmayman. Mana shu ushlab turadi meni. Lekin bu siz tanlovingiz-ku. Tanlovim sayohatimni yig'ishtirib qo'ysam ham bo'ladi. Lekin nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechishga to'g'ri kelyapti va bu farzandlarim, ota-onam diydoridan voz kechishga to'g'ri kelyapti. Bu men uchun eng alamli nuqta bu. Ertaga mabodo avvalo umrlari uzoq bo'lsin barcha yaqinlarimizga. Allohdan umr so'raymiz hammasiga. Ertaga nimadir bo'lsa, masalan, umrim oxirigacha menimcha vijdon azobida o'tsam kerak. Oldida yurmadim, boshqa qilmadim deb. O'sha siz yetarlicha javob olmaganligingiz sababi ham shunda-da. Men shunchaki ya'ni siz tan olmaganman. yetarlicha shu gaplarni birinchi marta men aytyapman. Tan olyapman. Siz yo'l qoldirmadingiz boshqa, mana shu yergacha olib kelib qo'ydingiz. Shu tan olish ham mardlikda endi nima desa bo'ladi. Men sayohatimni yoki maqsadlarimni shu ota-ona va farzandlarim diydoridan ustun qo'yyapman hozir. Balki kelajakda yomon ota bo'lib tarixda qolarman, balki yomon farzand bo'lib tarixda qolarman, balki buni bilmayman. Lekin men maqsad sari kurashyapman. Imkon qadar uyga kelib ketishga, imkon qadar farzandlarim bilan ko'rishga harakat qilyapman. Lekin mening maqsadim unaqa uzoq umr bo'yi, umrim oxirigacha davom etmaydi. Yana 3 yil davom etar, yana 4 yil esalomon rekord o'rnatib olsak, shumrom umrim oxirigacha farzandlarim oldida yashayman. Qarang, rekordimiz nimadan iborat bo'ladi shunda? Rekord barcha davlatlarga avtomobilda borishmi yoki imkoni boricha ko'proq davlatlarga avtomobilda borishmi? Hozirgi kunda 130 ta davlatda o'zini avtomobilida aylanib rekord o'rnatib qo'ygan o'sha germaniyalik Ays va Mays degan er-xotinlar. Men bir qush olib boqib, o'sha qushlarimga ularning ismini qo'yib oldim, Ays bilan Mays deb. Agar men 131 taga borsam, rekord yangilangan bo'ladi. 200 dan ortiq davlatlarga borgan germaniyalik sayohatchi Mercedes-Benz qaysidir modelida 200 dan ortiq davlatlarga borganda u. Qarang, u faqatgina o'sha mashinada bormaganda 200 dan ortiq davlatga. Deylik, nimaga masalan Afrika qit'asi bo'lsa, Afrika qit'asi mana shuni bir chekkasidan kirib aylanib, ikkinchi chekkasidan chiqib ketsangiz, o'rtada 5-6 davlatlar qolib ketadi. Ularga samolyotda borib kelgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, ular rekord topshirishga ariza bermagan bo'lishi mumkin. Sizda faqat avtomobilda. Ular o'sha Ays va Mays nima qilgan? Rekord kitobiga ariza bergan, ariza berib yo'lga chiqqan 12 yil davomida 130 ta davlatga borishgan. Keyin ularda missiyasi o'zi dunyodagi barcha davlatlar bo'lgan, menimcha adashmasam. Lekin ayoli vafot etgandan keyin eri bu ishda bas qilgan shu bilan. Shu bilan 130 ta davlat hozirchalik rekord bo'lib qolib ketdi. Avtomobilda uzluksiz sayohat. Agar men hozir hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, ya'ni keyingi yil, 1-2 yildan keyin yana davom ettiradigan bo'lsam, bu rekordga kirmaydi. Uzluksiz sayohat. O'zini davlat raqamida avtomobilda. Masalan, men O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekiston raqami. Agar men masalan borib turib ketyapman, masalan bitta davlatga kirgizmay qo'ydim men, to'g'rimi?
O'sha davlatga mashinamni kirgizmayapti, o'zimni kirgizadi. O'zim o'tib o'sha davlatdan bitta mashinani arendaga olib, meni minib keyingi davlatga keyin yana o'zim mashinam bilan birga davom ettiraveradigan bo'lsam, ana o'rtadagi boshqa o'sha davlatni raqamidagi mashinada sayohat qildimki, arendaga olib, u hisoblanmaydi. Aynan meni o'zimni Shaxsiy davlat mashinangiz. raqamidagi mashinam bo'lishi kerak. Rekord talabi shu. Siz demak ariza topshirib bo'lganmisiz? Yo'q, ariza topshirmaganman. Ariza topshirmaganman. So'rovnoma yuborganman. Ariza topshirish uchun so'rovnoma. Shunaqa yangilamoqchiman deganimda ular aytishgan. Buning uchun hech qanaqa ariza topshirish shart emas. Bizga ma'lumotlar taqdim eting bo'ldi. Ya'ni pasport ma'lumotlaringiz, karnetingiz kopiyalari, audio, video isbotlari hammasini taqdim eting. Bizning komissiyamiz bor, o'rganib chiqadi. Agar siz haqiqatan rekordni yangilashga loyiq bo'lsangiz, yangilaysiz, biz sizga o'sha diplomni beramiz. degan mazmunda menga xat jo'natishgan. Bu Guinness rekordidan kelganmi bu xat yo'q qanaqa? Guinness rekordi kitobidan. O'sha nimasidan-da, administratsiyasidan kelgan. Administratsiyasidan kelgan. Demak, uning uchun hozir ariza topshirish shart emas, shunchaki ma'lumotlarni taqdim etish kifoya. Hozir ma'lumotlarni taqdim etishdan ma'no yo'q, chunki menda hali yarmi ham bo'lgani yo'q. Nechta davlat bo'ldi hozir? Endi hozir 48 ta davlat bo'lgani bilan buning ichida hammasi ham mashinada emas-da. Ha, Bir 30 tachasi mashinada qolganlari. Mana Madagaskar masalan samolyotda bordim. Tanzaniyaga mashinamiz kirmadi. Hisob bu ham haliga nima deydi? Hisoblanmaydi. 30 ta davlat mashinada hozircha. Menimcha 30 ta bo'lsa kerak. Qolganlari samolyotda. Qobiljon aka qarang, yana 100 ta davlat bor kamida. 100 ta davlat mashinada. Bunga siz aytayotgandek 3-4 yil ketmaydi aka. Agar real qaraydigan bo'lsak, bunga ko'proq vaqt ketadi. Ayniqsa agar mana Afrikaga o'xshagan nyuanslar paydo bo'lib qolsa, shunday Afrika bo'lsa 6 oyda 4 ta mamlakat, bu super besamara foydali koeffitsient juda ham past. Minus. 6 oyda og'riqli savolga men 6 oyda 4 ta davlat va uni bor yo'g'i bittasi rekordga kiradi. Djibouti. Ana Madagaskarga, Keniyaga, Tanzaniyada samolyotda bordi. Men bilyapman, hozir siz uchun juda Afrika ham menda faqat +1 davlat bo'ldi xolos hozir. Bu juda ham meni anaqa alamli nuqta. og'riqli narsani hozir savolga ko'p chuqurlashyapmiz, bilyapman, lekin nima desa bo'ladi? Shu narsaga real qarayapsizmi yo'qmi, shuni tushunishga harakat qilyapman-da. Ya'ni sizda yana oldingizda 100 ta davlat bor va unga siz ich-ichingizdan bilib turibsiz 3-4 yil ketmasligini. Shunday. Xo'p, ba'zida o'zim ovutaman, ba'zida. Masalan, qancha vatandoshlarimiz tirikchilik g'amida chet elda oylab, yillab ishlab ham yuribdi-yu. Bu yerda oila a'zolari, farzandlari o'sha katta bo'lib qolyapti, 2 yilda, 3 yilda bir keladi. Deyman, lekin yana o'zimga savol beraman. Ha, ular majburlikdan. Ular oila baqish kerak. Menda oilamni Xudoga shukr imkoniyatim yetarli-ku. Boqish. Unda nima uchun yuribman? Keyin yana o'zim ovutaman. Xo'p, o'sha oylab, yillab yuradigan odamlarning maqsadi oilasini baqish. Men oylab, yillab chet elda yurishimning maqsadi tarixda qolish. Har kimda o'zining maqsadi bor. U qay darajada yaxshi yoki yomon, u hammaning maqsadi o'ziga oliyda, hamma o'zini to'g'ri deb biladi. Meni maqsadim kim uchundir noto'g'ridir, kim uchundir bu tushunarsiz holatdir, kimdir meni tushunmas, kimdir balki hatto so'kinar, bu ahmoqmi, bu nima yuraveradi deb. Lekin maqsadim men o'zim uchun to'g'ri. To'g'ri, bu o'ta ham aniga qimmat narsa evaziga amalga oshyapti. Qimmat deganda men pulni nazarda tutmayapman. Farzandlar ota-ona diydoridan uzoqlashish evaziga amalga oshirilyapti bu sayohat. Buni tushunaman, lekin harakat qilish kerak.
Amir Temur ham oylab, yillab janglarda yurgan, hamisha oila a'zolarini oldida olib yuravermagan. Farzandlarini ham faqatgina katta bo'lgandan keyin olib yurishni boshlagan. Ungacha oila farzandlari, onasi o'sha nimada madrasalarda o'qib, qilichbozlikda o'rganib, boshqa qilib farzandlari shu yerda yurgan. Amir Temur ham oylab, yillab janglarda yurgan. Amir Temurga ham nima zarur edi? Hamma yo'q yetarli edi, nima keragi bor edi? Yillab janglarda yuraverish. Boyligi bo'lgan, ota-onasi farzandlarini boqishiga puli bo'lgan-ku. Shuning uchun bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak deb o'ylayman. Bu farzandlardan uzoqlashish, ulardan voz kechdi degani yoki ularni yaxshi ko'rmay qo'ydi degani emas. Naborot, qancha uzoqlashgan sari shuncha kuchliroq sevamiz hammasini. Endi vaqtincha sal uzoqroq bo'lib turishga taqdir taqozo qilyapti. Agar uzoqroq bo'lib turmasak, demak maqsadimiz amalga oshmay qolar ekan. Hammaning ham shunaqa maqsadi bor. Deylik, mana hozir nima bor mana. Xalqaro kosmik stansiya bor tepada. Международный kosmik stansiya deydi, MKS deydi. O'sha yerga ham bir chiqib ketsa odamlar, haligi fazogirlar chiqib ketsa, 1 yil, eng kami 1 yil, ko'pida 2 yil, 3 yil yuradi, keyin qaytadi. O'sha odamlarga ham nima zarur? 1 yil, 2 yil oilasidan uzoqda yurib, oilasi bilan yashasa bo'lmaydimi? Puli yo'qmi? Bor. U fazogir bo'lishgacha yetib bordimi? Demak, u ancha katta mansablardan o'tgan, ancha katta yutuqlari bor. Nima deydi? Ancha katta oylik oladigan lavozimlarda ishlagan fazogir bo'lgungacha. Lekin ular ham qandaydir maqsadi borki, o'sha yoqqa qarab chiqib ketyapti. Balki o'sha vatanini ravnaqi uchundir, balki o'zlari o'sha tarixda qolgisi kelgandir, balki boshqacha nimasi bordir. Yer sharini tepadan ko'rgisi kelgandir yoki bo'lmasa o'zini irodasini shakllantirayotgandir o'sha odamlar ham. Endi hammada har xil maqsad bor va mana shu maqsadlarimiz yo'lida nimadandir voz kechishga doim majbur bo'lamiz. Doim majbur bo'lamiz nimadandir voz kechishga. Qanchalik oddiy eshitilmasin, erishish uchun nimadandir voz kechish kerak demoqchisiz. Xuddi shunday, menda ham tanlov bor shunaqa. Yoki voz kechish vaqtinchalik diydoridan yoki nima qil. Endi hozir ko'pchilik aytadi, men umuman voz kechmas edim, agar imkonim bo'lganda uyda o'tirardim, bunaqa deydi. Hozir ko'pchilik bu videozni qo'yganingizdan keyin xo'p, o'sha yozadigan, o'sha fikr bildiradiganlarga gapim shuki, agar sizni yashashga loyiq pulingiz bo'lganda edi, siz baribir ham yana ishlardingiz. Nimaga? Yaxshi yashashga harakat qilardingiz. Agar yaxshi yashashga ham pulingiz bo'lganda, o'sha siz yana ko'proq ishlardingiz. Nimaga? Ko'proq sayohatlar qilishni xohlardingiz o'sha. Sayohatlar qilishni. Agar sayohatlarda ham boshqa yetarlicha yaxshi yashashga, sayohatlar qilishga, yaxshi qimmat uy-joy mashinalarda yurishga pulingiz yetadigan bo'lsa, baribir unda ham yana ishlardingiz. Nima uchun ishlardingiz? Balki prezident bo'lgisi kelardi. Shunday. Odamning qo'lida qanchalik masalan moddiy imkoniyati bo'lsa, u shuncha uzoqda ko'zlab yashaveradi. Deylik, oddiy bitta misol. Mana shu sizni kuzatuvchilaringiz ichida ham bo'lishi mumkin. U borligi aniq. Kimdir 3 million, 4 million so'm olib yashab yuribdi. Yashayapti. O'lib qolgani yo'q. Yashayapti. Farzandini kam qilmayapti. Farzandi o'sha el qatori maktabga boryapti. Ota-onasi yemay yediryapti, ichiryapti. Yashab yurishibdi. Lekin o'sha oilaga oyiga 2 barobar ko'p bering, mayli. 3-4 million emas, 10 million bering. Baribir ham o'sha oilaga qandaydir yetmayotgandek joyi ketaveradi. Kirib ketaveradi o'sha 10 million pul. Unga 20 million bering, bari 20 million ham o'sha bir oyga yetmay qolaveradi. Bir oyda 20 million topishni boshlasin. To'g'ri, avvalgidaqa oddiy ko'ylak olmaydi, qimmatroq ko'ylak oladi. Avvalgidek nimada emas, masalan, avtobusda emas, o'zining shaxsiy mashinasida yurgisi keladi. Avvalgidek oddiy kichkina televizor emas, katta televizor ko'rgisi kelaveradi. Odamni shunaqada xohishlari chegara bilmaydi. Shunaqa. O'zining imkoniyatidan kelib chiqib, xohishlari ham kengaveradi. O'sha
Men faqatgina yeb ichish uchun yashayotgan odamlar, agar men qo'limda masalan deylik oyga $300-400 yashab, chet eldan mana pul jo'natib yotibdi, to'g'rimi? Agar masalan kimdir menga $300-400 bersa, uyda yotardim, maza qilib farzandlarim oldida deydi. Yo'q, u gap xato. Agar sizga kimdir o'sha $300-400 bersa, baribir ham siz yana ishlayverasiz. Endi siz faqatgina yashash uchun emas, sayohatlar uchun, boyagidagi yaxshiroq orzu-havaslaringiz uchun yana ham ko'proq pul topish uchun baribir ham ishlayverasiz. Uyda yotaman deganlar hammasi bekor gap. Hech kim yotmaydi. Ishoning, o'sha topatganda 2-3 barobar ko'p bering, baribir ham ishlayveradi. Odam baribir ham orzu-havasi uchun yashayveradi. Odamni istagi, xohishi tugamaydigan narsa. Chunki bu nafs alohida narsa. Bu xohish, orzu istaklar boshqa narsa. Nima deydi? To'g'ri, odam nafsini yengish kerak, haligi kam chiqimroq bo'lish kerak, oddiyroq yashash kerak. Lekin u orzu, havas boshqa narsa. Orzu-havas boshqa narsa. Inson dunyoga bir marta keldim dunyoga deydi. Orzu-havasi mana shu ota-onamni bir umraga olib borib kelish deydi. Bu nafs emas, orzu-havas bu. Orzu-havas. O'shaning uchun har doimgi topatgan pulidan yana ko'proq pul topaveradi. Orzusi doimiy yashashdan tashqari ota-onasini nimaga ham olib borib kelish umraga. Masalan, odamda shunaqa qanchalik imkoniyati moddiy tomondan katta bo'lavergan sari, ya'ni qishloqcha tushuntirganda puli ko'payavergan sari yana ko'proq qolaveradi. Istaklari ko'payib boraveradi. Mana shunday. Demak, siz baribir avtomobilda sayohat qilishni davom ettirasiz. Shunday. Endi buni yagona to'xtatadigan narsa, yo'q, yagona demaylik, to'xtatadigan narsalar aslida ko'p. O'sha to'xtatishga muhim turtki bo'ladigan narsalardan biri, masalan, men qachondir bizneslarim sinib bankrot bo'lsam, nochorlikdan to'xtarman balki. Chunki avtomobilda sayohatga ko'ryapsiz, hazlagan pul ketmaydi. Shunaqa. Bitta paromda olib o'tishi o'ziga nechta davlatga borib kelsa bo'lardi. Avtomobilda sayohat qilishni juda ham kutayotgan davlatingiz qaysi? Borib tezroq avtomobilni ko'rsam edi shu davlatda deydigan. Bormi shunaqa? Balki 3 ta davlat yetarmiz, balki 5 ta. Shunaqa davlatlar bor ekan. Mana misol uchun bilasiz-ku, Saudiya Arabistonga o'xshagan davlatlar faqat avtomobilda yura olasiz, boshqa narsada yura olmaysiz, shundoq ham. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari road trip degan tushuncha bor-da u yerda. Ya'ni faqat avtomobilda sayohat qilish. Qani road 66 bor. Road 66 yo'llari, o'zi umuman avtomobilda sayohat qilish madaniyati rivojlangan joylar bor-da, misol uchun. Meni mayli 3 ta 4 ta emasu, orzularim bor. Qaniydi shu davlatga avtomobilimda kirsam degan davlatlar bor. Bular masalan Shimoliy Koreya. Qaniydi borimi berardim agar shu davlatga. Mana shu qolgan orzularni kechsam desa kechardim, lekin Shimoliy Koreyaga avtomobilga kirish uchun. Endi to'g'ri, mana o'zbeklar ham ko'pchiligi borib keldi Shimoliy Koreyaga, futbol klubi bilan, fan klubi bilan borib keldi. Endi u davlat imtiyozlari asosida, lekin o'zi alohida sayoq bo'lib hali kirgan odam ko'rmadim hali. Men o'sha joyga mashina bilan kirishni orzu qilyapman. Bu bitta tilagim. Ikkinchi orzuyim. Ikkinchi orzuyim, to'g'ri bu imkonsiz, lekin shuni ham shaxsiy bir yaxta sotib olib bo'lsa ham imkonini amalga oshirmoqchiman. Shimoliy Muzokanaga mashinamni, shu o'zbek raqamli mashinani olib borish. Antarktidaga. Katta ambitsiya bu. Da. Mana shu. Endi yuqorida aytib o'tdim, odam qanchalik moddiy imkoniyati ko'p bo'lavergan sari uni orzulari ham shuncha katta bo'lib boraveradi. Mana shunaqa. Shimoliy Koreya bilan Shimoliy Muzokana Antarktidaga mashinada borish hozirchalik mening eng katta orzuyim. Armon bo'lib qolmas, endi yashayveraylikchi, ko'ramiz. Lekin nega anu tabiatda go'zal, chiroyli joylarga avtomobilda borish xohlamaysizmi? Yevropada qanaqa, Avstriyada qanaqa chiroyli joylar bor, Germaniyaning o'zida qanaqa chiroyli joylar bor. Ya'ni Yevropaning o'zi bir katta mavzuda, men ko'proq go'zallik shaydosi emasman, men ekstremal shaydosiman. Men mana qachondir Yevropaga sayohat qilsam, zerikib qolsam kerak u yerda. Shunaqa deysizmi? Da, menga haligi nima deydi?
risk yo'qda, xavf yo'qda u yerda, xavf yo'q. Xavf yo'q bo'lsa mencha odatiy sayohat bo'lib qoladi. Borgan joylaringizdan ham bilsa bo'ladi. Shunday. Mo'g'ulistonga borish g'oyasi, misol Qishda borishda. Qishda borish. Dasht-ku, qanaqasiga qishda Mo'g'ulistonga borish mumkin axir. -16 grad. Ana o'lgan mollarni ko'rasizmi? Shunda sovuqdan tap tashlab o'layotgan mollar. Mo'g'ulistonga borish g'oyasi qayerdan chiqdi? Ya'ni nimaga bordingiz Mo'g'ulistonga? Ya'ni birinchi sayohatlaringizdan demoqchiman. Yo'q, birinchi sayohatim emas. Birinchi sayohatingiz emas, birinchilardan-da, baribir Xitoydan keyin bordingiz-ku, to'g'rimi? Yo, Xitoydan oldinmi? Yo'q, u Mo'g'uliston oldin bir 20 tacha davlatga bordik. Qarang, men sizga oddiyroq ma'lumot berib o'tay, mana ko'pchilik bilmaydi. Menda tadbirkor bo'lganim uchun ham, hamda avvalgi ishlagan joyimni ham talablari yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar ochmaganman. Sayohatim 2022-yil 15-fevral kuni boshlangan. Bismillahni aytib, chegaradan Qirg'izistonga boshlaganman. Va ijtimoiy tarmoqlarim bo'lmagan paytda 2022 bo'lmagan, 2023 ham bo'lmagan, 2024 ga kelib, keyin bir yili 2024-yildami ana chetga chiqarmay qoldim. O'zimni muammolarim tufayli shu o'zimizga nima desa bo'ladi? Qizil pasportimni olib qo'yishdi. Qizil pasportimni olib qo'yishdi. Shunaqa men tishim o'tmaydigan narsalar ko'pda endi. Chetga chiqalmadim. Keyin O'zbekistonda ichida aylandim. Yuragim siqilib qolmasligi uchun O'zbekistonda aylanib, keyin O'zbekistonda endi chet elda hech kim so'ramasdi. O'zbekistonda bunday baroq ilib o'rsam, ilayib yursam, kim bu? Aka, Instagramingiz bormi? Ijtimoiy tarmoqlaringiz bormi? Nima deb qidirsa chiqardi. Ko'pchilik so'rashni boshladi. Keyin ochdim. Birinchi Facebook ochdim, Telegram ochdim. Mana videolar qo'yishni boshladim. Keyin Instagram bo'ldi. Keyin mana shu hozirgi kungacha shunaqa bo'lib ketdi, rivojlanib ketib qoldi ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoq yo'q edi menda. Shunchaki o'zimni haliga qo'pol qilib ko'cha tili bilan aytganda o'zimni kayfimga deydi. Shunaqa qilib sayohat o'zimni rohatim uchun men qog'ozga o'rab gapiraylik, o'zimni rohatim uchun shu sayohat qilib yuraverganman. Ijtimoiy tarmoq bo'lmagan. Shuning uchun ham avvalgi sayohatlarim ko'pchilik bilmaydi. Avvalgi sayohatim bilmaydi. Ko'pchilik meni shu Afg'onistondan keyin taniydi. Afg'onistondan keyin taniydi. Mo'g'uliston lekin Afg'onistondan oldin bo'lgan. Aniq esimda yo'q, qaysi biri oldinda bo'lganini. Shu Mo'g'uliston haqida o'zi umuman qiziq, Mo'g'uliston qanaqaligi menga to'g'risini aytaman. Chunki o'ziga yarasha yopiq joyda-yu ham. Ya'ni yopiq bo'lib turist bora olmaydigan yopiq emas, lekin yopiq davlatda. Ya'ni Mo'g'uliston haqida ma'lumot ham kam. Qanaqa yashaydi odamlar u yerda? Xitoyda bosim ostida yashayotgan davlat, xuddi Tayvanga o'xshab. Nima deydi? Unchalik erkin emas. Bu shaharlarda ham bo'ldingiz. Bu yoqdan Rossiya, u yoqdan Xitoy ikkita davlat o'rtasida joylashgan. Ikkita davlat biri ligota bersa, biri bosim beradi, biri bosim bersa, biri ligota beradi. Hali buni ko'ngliga qarab yashayotgan davlat. Shunday. Masalan, uni logistikasini, masalan, boshqa davlatlarga go'sht eksport qiladi-da, u nima? U yerdagi sigirlar soni odam sonidan ko'p-ku. Shunaqa deyishadi. Mongoliyada go'sht eksport qiladi. Nima yopib qo'ysa, Xitoy jahli chiqib yopib qo'ysa, logistikasini, yo'lini yopib qo'yadigan bo'lsa, keyin ana Rossiya bo'pti, kel, men senga yo'limni ochaman deydi. Shunday ochadi, keyin evaziga mana gazingdan berasan, unday qilib ultimatum deydi-da endi buni. Taklif emas-da, u ko'proq ultimatum qo'yadi. Ichiga qo'yib chidaydi unga, logistikasini rivojlantiradi, keyin bo'ptir gazini beradi. Keyin oxiri bir kun pichoq kelib suyak keta qiladi-da, bo'ldi, gazini bermayman deydi. Keyin Rossiya uni cheklab tashlaydi, hamma yo'qni logistikasini yopib qo'ysa, keyin Xitoy ochadi, ha bo'pti, keyin endi mayli, qiynalib ketdim, men ochaman deydi, ochib turib, keyin aytadi, mana haligi biz chegaradagi bahsli yerlarimiz bor, o'shalarni hammasini referendum qilaylik, bizga o'tkazib beraylik deydi. U ultimatum qo'yishni boshlaydi keyin. Xudlas ikkita gigant o'rtasida qolib ketgan bir nimada. Haligi pona deydimi, nima deydi? Odamlari qanaqa, ya'ni gaplashib ko'rgansiz baribir odamlar? Odamlari quvnoq, samimiy odamlar, bunaqangi bir
haligi mashinlik yolg'onchilar yo'q, jinoyatchilik deyarli yo'q desam bo'laveradi. Odamlar aholisi ham o'zi ko'p emas, to'g'rimi? erkin yashab yuribdi. Da. Aholisi ham ko'p emas. Lekin qish o'ta darajada sovuq bo'ladi. O'shaning uchun unga asosan men noyabr oyida nima qilgandim. Sayohat qilgandim. Sovuq paytda borgansiz, to'g'rimi? Sovuq paytda. O'zi Mongoliyada qish o'zi shu avgust oxiridan o'sha qish boshlanadi u yerda. Sentyabrda o'sha qor yog'adi Mongoliyaga. Men u yerga noyabrda borganman. Xo'p, bu ham bitta haligi nima desa bo'ladi? Men shunchaki o'zim irodamni shakllantirish uchun qarorda bu. Men dunyodagi eng issiq davlatlar, masalan, Arabistonda iyunda yurish, yoz oyida yurish yoki bo'lmasa dunyodagi eng sovuq poytaxt nomini olgan Ulan-Batorda noyabr oyida sayohat qilish, bu ham qandaydir odamni nimasini shakllantiradi, irodasini shakllantiradi. Ko'p uzoqqa bormaylik. Men ham bitta blogerni bilaman. Hozir ism familiyasi esimdan chiqdi. Dunyodagi eng sovuq Yakutiya degan joyga qishda borib keldi. Qishda borib keldi o'sha yerga. Men ham taniyman, menimcha u blogerni. Tanıysizmi? Menimcha. Hozir ism familiyasi esimda yo'q. Qishda bordi o'sha yoqqa. ham kelib turadi. Qishda bordi o'sha yoqqa. Borib ajoyib video tayyorlab keldi, maza qilib ko'rdi. 2 seriya qildi. Bitta seriya qilib qo'ysa bo'lardi. Endi u ham prosmotr bu narsalar deb 2 seriyaga bo'lib qo'ydi. 3 seriya. 3 seriya. Unisi ham chiqdi aytmoqchilar. Eng qimmat kasb degan bitta videosi ham chiqdi. Go'rkov. Da, Go'rkov. Da. Yo, haqiqatda gapingizga qo'shilaman aka, chunki inson mana shunaqa joylarga borib kelgandan keyin ruhiyati oshar ekanda, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi oshar ekan. Mana bitta kart holderim bor. Yakutiyadan olganman-da. Juda ham o'zimga yoqadi. Mana bunaqada. Yakutiya твоя сила духа deb yozib qo'yganda. Rostdan har gal qarayman-u. Rostdan ham mana ruhiyatimning kuchida. Mana shu kart holderga qaraganimda esimga tushadi. Yakutiyaga borganim. Men Yakutiyaga borganman, demak qo'limdan ko'p narsa keladi. Chunki o'sha Yakutiyaga borishimdan oldin juda ham ko'p marta o'zimni bu fikrdan qaytarishga harakat qilganman. O'zim qaytarishga harakat qilganman-da. Ya'ni bahonalar qidirishni boshlaganman miyamda-da. Voy, men o'xshamayapti-yu, git javob bermayapti-yu, qo'y. Bormay qolib yoki qanaqadir mana shunaqani ozgina to'siq chiqsa yo'limdan o'shani bahona qilishga harakat qilganman-da o'zimga. Uydagilarga ham aytsam, "Onam, voy, qanaqa Yakutiya, nima deyapsan?" Mana shunaqa qilib anaqa ozgina qo'rqishganda, endi bolasini hech kim bunaqa joyga borgisi kelmasligi bu tabiiy holat. Keyin yo'q, reja qo'yildimi, maqsad qo'yildimi, bo'ldi. Boramizmi? Boramiz. O'shandan keyin lekin borib kelganimizdan keyin maza qildingiz. Haqiqatda mana shu oxirida aeroportga ketayotganimda olganman shuni, kart holderda ketayotganimda olganman-da. Haqiqat har gal qaraganimda endi sifriy ish qiynayapti. Kichkina do'konchi edi. Aeroport o'zi kichkina-da. O'shanga haqiqatda qaraganimda mana shu yoqqa borib keldimmi, demak men ko'p narsa qo'limdan keladi degan narsa ishonchim orttiraveradi. Sizda ham shunaqa bo'lsa kerak, ya'ni Iroqqa borgansiz. Ya'ni terroristlar bor hududlarga yoki Mo'g'ulistonga qishda Pokistonda qamalib qoldik. Pokistonda qamalib qolganingiz. Ya'ni Afg'onistonga borib, ya'ni mana shu narsalarni o'ylaganingizda haqiqatdan ruhiyatingizga ruh qo'shib, yana o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiradigan narsalar ekanda bu ham. U men sayohatim mobaynida duch kelayotgan narsalar o'zi allaqachon undan da og'ir vaziyatlar meni kasbimda bo'lib o'tgandi o'zi. O'shaning uchun u meni kasbim davomida ko'rganlarni oldida bular hech narsa emas. O'shaning uchun shu kasbingiz rosa intriga qilmasdan lekin aytmayapsiz nima kasb? Yo'q, mayli keling, o'qituvchi deb qo'ya qolaylik. Xo'p, shunaqa deb qo'ya qolamiz. Bolalar to'polon qilishini ko'rganingizdan keyin albatta endi boshqa narsalar oddiy bo'lib ko'rinib qoladi, to'g'rimi? Akini men samolyotni yomon ko'rasiz, men shuni tushunmayman. Samolyot sayohat qilishni deylik. Yo'q, samolyotda sayohat qilishni yomon ko'raman deyish ozgina deb bilasiz. To'g'ri. Men menga adrenalin yetishmaydi-da. Menga adrenalin kerak, menga sarguzasht kerak. Samolyotda u narsani topa olmayman men. Endi samolyotda o'zi sayohat emas-ku, baribir. Ya'ni sizni ketayotgan manzilingiz sayohat-ku. Ya'ni sizga ko'proq qiyinchiliklarni bosib o'tish yoqar ekanda, to'g'rimi? Men A nuqtadan B nuqtaga menga B nuqta qiziq emas.
Yo'l qizig'i, jarayon. A nuqtadan B nuqtagacha yetib olish qiziq menga. B nuqtani o'zi unchalik qiziq Samuray emas. ekansizda siz. A nuqtadan B nuqtagacha mana shu yetib olish qiziq. Mana shu. Ishoning, bu A nuqtadan uchib B nuqtaga qo'nasizki, faqat B nuqtani ko'rasiz. Lekin A nuqtadan turib mashinada yo'lga chiqsangiz, aslida bu B nuqta emas, bu o'sha alfabetning oxirgi harfi U-mi? U ekan, bu A B C D E mana bu hamma alfabet oldinda ekanligini, bu oxirgi harf ekanligini shuni yetib qolasiz. Shani aytishadi-yu, samurayni maqsadi uni yo'li bor deyishadi-yu. Shunday. Ya'ni shunaqa ekanda, sizda ham ko'proq yo'l muhim ekanda, to'g'rimi? Yo'l muhim desa ham bo'laveradi. Jarayon muhim. Sarguzash kerak-da, sarguzash oqtaraman, sarguzash izlayman men. Sarguzash izlayman. Va qaysidir ma'noda sarguzashni ham topyapmiz. Sarguzashdan boshimiz chiqmay ham qoldi oxirgi o'sha Afrikaga borganimizdan beri. Shunaqa. Hozir mana avtomobilda sayohatingiz Xudo xolisi boshlanishidan oldin yana bitta kichkina sayohatga borib kelaman deyotdingiz. Ertaga ketaman, Xudo xolisi. Ertaga ketyapsiz. Ertaga 8-chi Samolyotda, lekin bu bayram kuni ketyapman. Bu qanaqa sayohat? Bu oilaviy sayohat. Ha, bu oilaviy, ya'ni bu bu sayohat emas, men ko'proq uni dam olishda atagan bo'lardim. Ayolimga 8-martga shu tur paketi sovg'a qildim. Farzandlarimni olib ketyapman. Bu sayohat emas, shunchaki dam olish. Balki telefonlarni o'chirib qo'yib, shu bir 10 kun dam olib kelarmiz, hali Xudo bilan. Afrikadan qaytganingizda oilangizga pluslari katta bo'lgan ekanda. Shunday. Lekin nima sababdan bo'lsa ham ortga qaytaman desam, bari xursand bo'ladi oilam. Nima deydi? Masalan, bolalarimga meni mashinam qizig'i yo'q-da, mashinam qanaqa edi, oldirib qo'ydimmi yo'qmi, ularga umuman qizig'i yo'q. Ularga men O'zbekistondaligim qiziq. Shuni aytaman. Shunday. Va kecha bitta endi bu mavzumizga aloqasi bormi yo'qmi? Farzandlarimiz ham ancha katta bo'lib qolibdi. Avval masalan, parklarga yuringlar, aylantirib kelaman desam, hammasi bo'ldi deb shu mashina chiqarib aylanib kelaverardik. Hozir o'sha maqsadlar ham turli-tuman. Qizimiz ham yana 1 yildan keyin maktabni bitiradi, o'sha hisobchi keladigan bo'yi yetib qolgan. Parkka boramiz desam, qizim, dada, unaqa joyga nima qilamiz? Teatrga boraylik deydi. Teatrga boramiz ham, kenjatam bizni aytamanda, qizim, biz oramizda hali qorbobo borligiga ishonadigan odamlar bor deyman. Teatrga borsak uxlab qoladi bular deyman. O'zingizning siz sayohatda yurganingiz katta bo'lib qolganda farzandlar. Maqsadlarim, xohishlarim o'sha oilada har xil bo'lib ketibdi-da. O'sha avvalgidek parkka yuringlar deyolmaydigan bo'lib qolibmiz. Biriga katta bo'lib ketgan, biri hali juda ham kichik. Shunaqa bo'pti deyman. Unisiga ham boramiz, bunisiga ham boramiz, ketdik deyman. Va kecha atel tanlayotib shunga nima qildim-da. Kichkina o'g'limga o'sha attraksionlari ko'p bir atel bo'lsa bo'ldi. U qaysi davlatdaligining farqi yo'q unga. Bu shun davlatning qizig'i ham yo'q. Unga hatto samolyot ham qizig'i yo'q. Endi men 2-sinfda u. U hali o'ynaydigan yoshda. Lekin mana o'g'limga anaqa ko'proq gonkalar yoqadi, anaqa nimalar minaylik dada deydi. Kvadrotsiklar minaylik deydi. Qizim bo'lsa anaqa aytadi. Ko'proq bir chiroyli tabiat, o'rmon, shunaqa joy bo'lsa deydi. Keyin hammasini bittasini umumlashtirib, ana Xitoyda tanladik. Hamma narsa bor. Uchininga ham kerakli narsa bor o'sha yerda. Xitoyga ketyapsiz ertaga. Zo'r. Mana aytaman-ku, Afrikadan kelganingiz bekorga bo'lmaganda, bu yerda ham bir xayr bo'lgan. Aka, katta rahmat vaqtingizni ajratib, shunchalik kelib, samimiy suhbat qilib, savollarga maksimal samimiy bo'ldimi, tugadimi? Savollaringiz tugadimi? Siz bilan hozir ana tushunmayman, agar gaplashadigan bo'lsa, ertagacha gaplashib o'tirar ekanmiz. Va ko'p narsalarni hozir aynan choy ustida menga aytadiganga o'xshaysiz. Ko'p savollaringiz javobsiz qolib ketdimi? Ko'p savollar intriga tashab qo'ydingiz-da. Aka, katta rahmat podkastga kelganingiz uchun. Maza qilib suhbatlashdim, to'g'risi. Xudo xolisa yana keyingi sayohatlaringizdan keyin ham suhbatlashishni nasib qilsin. Balki o'sha yerda o'zida o'shani bo'ladi-yu.
bitta nuqtada ko'rishib qolinadi-yu. Afrikada ham ozgina qoldik ko'rishib qolishimizga. Siz Keniyadan ketishingiz bilan biz Keniyaga kelib qoldik. Oz qoldi. Shunga o'xshagan vaziyatlar bo'lib qolsa, Bo'lishi mumkin. Tog' bilan uchrashmasa, odam bilan uchrashadi. Agar podkastimiz so'ngida ruxsat bersangiz, bir gapni aytardim. Beraman. Sizkiga o'xshash shiorim bor. 90% sizkiga o'xshaydi. Topganingiz to'ylarga buyursin, topganim sayohatga buyursin. Aytdimmi sizkiga o'xshash? O'ylanib qoldingiz-a? Menikini to'yga buyursinmi, sayohatgami? Shuning uchun yo'qoldim. topganingiz. Mana qaysi kameraga qarab gapirish kerak? Buncha kameralar ko'p. Hurmatli vatandoshlar, topganingiz to'ylarga buyursin, topganim sayohatga buyursin. Bu qarg'ish emas. Nimaga bunaqa tilay? Yo'q, bu qarg'ish emas, yaxshi Bu tilayku. sarkazmda, to'g'rimi? Sarkazmdir balki. Ta'sir ma'noda. Men o'zimga shior qilib olganman shu gap. Qaysi intervyularni ko'rsam, Qobuljon aka aytadilar-da, "Yo'q, sayohat qilmanglar, sayohat yomon, sayohat u Bir tenga qimmat, foydasi yo'q." Faqat xarajat deb shanga o'xshagan gapdan bo'ldi. Lekin o'rtoqlar, o'sha gap pulli to'y hashamga emas, sayohatga sarflang. Bu unga arziydi. Rahmat aka. Salomat bo'linglar.